Mol olib kelding? Ha, Qara lekin. Bittadan hammasini sanab olaman. bemalol. Ketdi. Tekshirib oldim. Tozasi ekan. Va'da qilganimdek, bizda faqat tozasi. Xorazm guruch, Xorazm guch. Eng kichkina farzand sizni o'g'il deb kutishgan va ota-onangizga isbotlab qo'yishgan. Men kerakli farzandman. Men mendan umidinglar bo'lmagan bo'lsa ham, men o'rnimga o'g'il kutgan bo'lsanglar ham isbotlash bu bor. Masalan, meni otamdan nima qilib bergan? Masalan, Qo'y bitta o'g'il o'qitmay, to'rtta qiz o'qitishgani. Men aytganman, qanaqa qilib qiz bola deganman. Matematikani yaxshi ko'rish mumkin. Sen g'alati qiz ekansan, desam, bilsam ota-onasi matematik ekan ular. Siz ham yutug'ingiz, otangiz matematik bo'lgan bo'ldi. Bizani kamsitmay matematikani bilmaydi deb. to'xtat degan. To'xtat dars qilishni degan. Universitetdan uygacha yig'lab borgan odam onamni yig'laganini ko'rib jim bo'lib qoldim. U narsa menga shunaqa turtki bo'ldi. U yig'latdi meni onamni. O'qishdan sovish kerak bo'lsa, maksimal darajada uddalashdi. Siz aytishingiz mumkin, o'qigan hozir hech qayerda rol o'ynamaydi. To'g'ri aytyapsiz, hech qayerda rol o'ynamaydi. Agar u o'qishga sizni ota-onangiz kirgizib qo'ygan bo'lsa, Haqiqiy o'qiganlar yo'lini topadi. kirish turizmi uchun sizda 8 milliard klient bor. Zo'r o'zingizni o'z motivatsiya berar ekansiz. Aldirkansiz zo'r o'zingiz. 10 kunga $1000 agarda xuddi mandek ishlasa, gruppani ketidan gruppa olib ishlaydigan bo'lsa, bir oyda 3 ta gruppa chiqaradi. $1000 bitta sezonda Ishlashi mumkin. ishlay oladi. Undan da ortiq ishlaydi. Nimaga men chivini hisoblamadim? Chivini hisoblashga haqqim yo'q. Buni endi buyuradigan tomoni ham bo'lishi kerak edi. Chet eldan kelayotgan odamlar kim deb bilasiz? Musofir? Mana shu javobingizni kutgan edim. Lekin uni ko'pchilik musofir emas, turist deb bilar ekan. Ishladimmi o'zimnikidir ekan. Qarang, u birovni haqqini yeyish, musofirning haqqini yeyish deb aytmas ekan. Yana halol bo'lganda ham borib, topgan pulini yashirmasdan maqtana oladi. Yashirgan odam maqtana olmaydi. O'g'irlangan pulni maqtab bo'lmaydi. Mani birinchi turistimni hurmat qilsin. Ular xursand bo'lsin, ular rozi bo'lsin. Allohning oldidan men javobgar nimaga ularni rizqi bo'lmish o'sha pulni birinchi menga beryapti. Men endi uni taqsimlashim kerak. Taqsimlashda adolat kerak. O'zingiz mazza qilib yashash uchun 2 xona yetadi, ishoning. Oshxona, mehmonxona, spalnik. 3 xona yetadi sizni mazza qilib yashash. Bu 3 etaj uy kimga kerak? Yo'q, boshqa birovlarga ko'rsatib qo'yishimiz uchun kerak. Faqat o'zingiz uchun yashang. Mazza qilib ideya qilish bilan o'tkazing. O'sha kunlarning birida, deydi-ku. O'sha xayol qilib o'tirgan paytim biz karantinni o'tkazgan firmalardan bittasimiz. Karantin paytimiz nima qilgansizlar? Hamma eshiklar yopilgan. U bu kasblar teshuv topdi. Sizlar teshuv topa olmasdinglar. Albatta, siz rivojlangan, biror bir darajaga yetishgan muvaffaqiyatli kelin kutmang. Siz o'shanaqa kelin darajasiga yetishiga yordam bering. Uning uchun qarz ikki qo'ldan chiqadi. Shuni deyapman, qarz ikki qo'ldan. Mehnatkash bo'lish kerak kelinlar ham. Bugungi kunda sizga o'xshab. Ana tayyor uy joyi eplolmayotgan kelinlar qancha? Voy bolam bilan ulgurmayapman deb siz bu bola bilan nafaqat uyga ulgurdingiz, siz karyera qildingiz. Bitta imperiya tuzdingiz-da o'zingizni sohangizda. Assalomu alaykum azizlar, siz Mirsoliqo bilan dasturini tomosha qilyapsiz va har doimgidek iltimosim ko'rsatuv avvalida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Bu men uchun juda ham muhim. Bugungi ko'rsatuv mehmoni Eurasia Travel asoschisi Dinara Matqurbanova. U qiz meni ustozim ham. Ancha gaplar yig'ilib qolgan. Hozir shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xuddi gaplashib olgandek kiyimlarimizni mana shu qishqirib qo'yamiz. Sizga hozir hayron qoldim. Tinchmisiz, tuzimisiz? Yaxshi keldingizmi? Mana studiyamga endi kelishingiz. Mashallah. Birinchi men sizga maqtaning, yuring turagentstvom bilan siz sababchi bo'lgansiz. Mana xonim. Kabir tur. Mashallah. Siz sababchi bo'lib har oy uchyapmiz. Молодец, juda ham yaxshi. Faqat ishchi topib bersangiz, undan ham yaxshi bo'lardi. O'zim yo'qolib ketyapti. Hamma o'qitganlar o'zi ochyapti, bilasizmi? To'g'ri, bizda hamma shunaqa bo'lyapti. Nimagadir kelib biznesni o'rganib, o'zini biznesini yo'lga qo'yishni niyat qilgan. Ancha-munchasiga maslahat berganman. Yo'q, mayli, ishlab qolib keting demayman. Ishlab qaytanga praktika qilib oling, o'rganib oling.
lekin bankrot bo'layotganlar ham ko'p. Xullas shu haqida gaplashamiz. Ustoz ketdi. Dinara Matqurbonova 1991-yil Xorazm viloyati Urganch shahrida oddiy ishchi oilasida tug'ilgan. Nizomiy nomli 1-son maktabni, Urganch davlat universiteti qoshidagi 2-akademik litseyni, Urganch davlat universiteti xorijiy filologiya, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti magistratura bosqichini tugatgan. 2015-yil oilaviy biznesga, ya'ni sayyohlik agentligiga asos solishgan. Kompaniyada tur operator sifatida faoliyat olib borish bilan birgalikda turistik mavsum paytida yurtimizga tashrif buyurgan chet ellik mehmonlarga gid tarjimon sifatida faoliyat olib boradi. 2023-yil Travel Coach Turizm akademiyasiga asos solib, turizm sohasida qiziqqanlarga bu yo'nalishni professional darajada o'rgatib kelmoqda. Shu bilan birga xalqimizni eng yuqori sifatli mahsulot bilan ta'minlash maqsadida Xorazm Guch brendi ostida mahsulot chiqarishni yo'lga qo'yishgan. 2024-yil turizm sohasida qilgan xizmatlari uchun Yurtboshimiz tomonidan turizm fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bugungi kunda suyukli yor va 3 ta farzandning onasi. 2023-yil 19-mayda Dinara bilan birinchi marta suhbat qilganmiz va ikkinchi marta taklif qilishimizga sabab u bugungi kunda akademiya imkoniyatlarini kengaytirib, kelgusida gid tarjimon sohasini o'rgatishni yo'lga qo'ymoqchi. Bugun esa shu va boshqa hayotidagi yangiliklar haqida batafsil gaplashamiz. Xush kelibsiz. Rahmat, katta aka. Necha yilda ko'rishdik, xudo xolisi? Adashmasam 3 yil. 3 yil bo'ladi. Birinchi intervyumizga. Men to'ppa-to'g'ri 3 yil Mahdiyga may 22-da men farzandli bo'lganman. Bir haftadan sizni ko'rsatuv syomka qilgan ekanman, bir haftadan keyin tuqqan ekanman. Xuddi shunaqa. 3 yil bo'ladi, rovna 3 yil bo'lar ekan shu ko'rsatuvga. Qornim ko'rinmasa. Jihatligim xalq bilmay tursin. Hozir olib tashlaymiz. Jiyan shuni olib tur endi. Intervyularingiz kam emas. Birinchisi meniki bo'lgan bilan ham, undan keyin juda ham intervyularingiz ko'p bo'lgan va hech qayerda bolaligingiz haqida hatto men bilan ham gaplashmagan ekansiz. Keling shundan boshlaymiz. Bunaqa omadli qiz bo'lish uchun bolalikni qanchalik ta'siri bo'lgan? Ota-onani yoki hamma menga o'xshab, men tug'maman deysizmi? Hozir siz gapingizdan keyin o'ylab qarasam, haqiqatda bolaligim haqida hech gapirmagan ekanman. 5-6 ta intervyu beribsiz mendan keyin. Katta intervyular kam emas, ko'p, lekin hech qayerda bolalikka to'xtalmagansiz. Hali aytganimdek, ishchi oilasi, dadam buxgalter bo'lib ishlaganlar. Endi onam oilada farzand ko'pligi sababli o'zi aslida hamshira mutaxassisligi, lekin ishlamaganlar. Farzand tarbiyasi bilan shug'ullanganlar faqat. Endi o'zingiz tasavvur qilganingizdek 5 ta farzand, faqat bitta otani ishlagan oyligi yashashimiz, to'g'risini aytaman, ja unaqa zo'r emas, lekin shu o'zimizga yetadigan darajada bo'lgan. Qorninglar to'q, ustinglar but bo'lgan. Xuddi shunaqa. Lekin orzu havas qilishga imkoniyat bo'lmagan. Orzu havas cheksiz bo'lgan. Juda ham oilada endi qiz bolada nima ko'p, orzu havas ko'p bo'ladi. Uni olgisi, buni kiygisi, u yerga borgisi, buni ko'rgisi keladi. Hozir to'g'risini aytaman, opa-singillar bitta joyga yig'iladigan bo'lsak, yoshligimizni eslaymiz. Eslaganimizda ham kulamiz, ham yig'laymiz-da. Bizda shunaqa mas'uliyat bo'lgan, oilada akam juda ham qattiq qo'l bo'lgan. Akam 2 ta opamdan keyin, lekin hammamizni akam boshqarardi. Keyin u bu joyga yoki tug'ilgan kun o'rtoqlarimizning uchrashuvga borish kerak bo'lsa ham, biz hech qachon ota-onamdan so'ramaganmiz, hatto opamlar ham akamdan so'rardik. Ular ruxsat bersa boramiz. Hatto ota-onamiz rozi bo'lgan taqdirda ham biz bormasdik. Xo'p, mayli, akang rozi bo'lsa ketaver deb aytishardi. Akamdan so'ramasdik, nimaga uni yo'q deyishini bilardik. Juda ham qattiq qo'l bo'lganlar. Vlast deydi, bu vlast akangizga kim bergan? Nimaga ota-onangiz emas, nimaga akangiz? Endi balki ota-ona bo'lgani uchun qattiq qo'l bo'lish, masalan, baribir farzandiga haddan tashqari qattiq qo'l bo'la olmasligi mumkin-ku, mehr baribir ustunlik qiladi. Shuning uchun akamga topshirilganmi u narsa, keyin shu har doim o'sha qayerdan borib, qayerdan kelganimiz soat-soatigacha o'zlari tekshirib, shunaqa qilib bizani kontrol qilardilar. Har doim eslaymiz, opamlar bilan yig'ilganda bir-birimizga urishib qo'yamiz. Har doim maktabga sani oq ko'ylagingni kiyardim. Ya'ni avloddan avlodga o'tib keladi-da endi. Sanku men buni kiyibsan, men buni necha yil kiyganman deb o'sha narsalarni eslab hozir hali aytganimdek ham kulib, ham yig'lab eslab o'tiramiz o'sha narsalarni. Allohga shukr, unaqa sharoitda katta bo'lganimiz bizga qaytanga kuch bo'lgan, motivatsiya bo'lgan deb o'ylayman. Bizani yanada qattiqroq o'qib, o'sha erisha olmagan narsalarimizni ota-onamiz aytaman-ku, qo'lidan kelgancha hamma narsani maksimum qilishga harakat qilgan, qo'lidan kelgancha qilgan.
faqatgina shu halol yedirib ichirishga harakat qilgan. Biz bundan nolimaymiz hech qachon. Naborot bizani shunaqa sharoitda katta bo'lganimiz, o'sganimiz bizani hozirgi darajadagi shakllanishimizga sababchi bo'lgan. Yana bitta sabab, hozir gapingizni bo'ldim. O'zim 4 ta qizli oiladanman, men bilaman. Eng kichkina farzand sizni o'g'il deb kutishgan va sizga nima desamki, mehr, oqibat qanaqa bo'lgan? Oilada ota-ona tomonidan o'zi yoki u opalar katta qilganmi, opa akalar katta qilgan? Opa akalar katta qilgan, haqiqatda shunaqa. Opamlar u payti o'sha maktabga boradigan, katta farzand bo'lishgan, 3-4-sinfda o'qiydigan bo'lishgan. Ular bemalol bizani qaraydigan, katta qiladigan yoshda bo'lishgan. Hali aytganimdek, bizani o'sha holatda katta bo'lganimiz, hozir oilada hammamizni o'zimizni biznesimiz bor. Har kurashuvchan bo'ladi, unaqa oilada qizlar. Haqiqatda kurashuvchan, intiluvchan, bitta narsani maqsad qo'yib yuqorida aytdim, maktabda ham, litseyda ham, universitetda ham a'lo baholar bilan tugatdim deyapman. Lekin men sizga bitta haqiqatni aytaman. Menda u fallaga bo'lgan qiziqish bo'lmagan. Men u isbotlab qo'yishingiz kerak. Men u fallarni yaxshi ko'rganimni o'qimaganman. Men u fallarni yaxshi ko'rganimdan o'qigan bo'lganimda men faqatgina matematika fanini chin dildan sevib o'qiganman. U menga qanaqadir qon bilan kirgan. Dadam endi buxgalter bo'lgan. U men qonda bor edi, menda qiziqish bo'lgan. Men endi qolgan fanlarni ham zo'r o'qiganman. 5 ga ingliz tilidan ham. Men yaxshi o'qishim kerak. Men yaxshi o'qisam universitetga kirar ekanman. Men universitetga kirsam yaxshi joyda ishlar ekanman. Men yaxshi joyda ishlasam keyin men o'zim xohlagandek, o'zim orzu qilgandek narsalarni o'zim uchun yaratar ekanman. O'sha narsa bo'lgan. Va ota-onangizga isbotlab qo'yish. Men ham kerakli farzandman. Mendan umidinglar bo'lmagan bo'lsa ham, men o'rnimga o'g'il kutgan bo'lsanglar ham isbotlash bu bor. Bu psixologiyada bor narsa. Ne ichimizda taomlasak ham, keyin har safar onam majlisga borib kelganlaridan keyin o'sha narsani men orqali eshitishlar kerak bo'lgan deb men tasavvur qilganman. Ya'ni majlisga bordim, men uchun bordim, men haqimda yaxshi gap aytilishi kerak. Bo'lmasa u men uchun qanaqadir bir gunoh ishdek qabul qilganman. Mana o'qishlari yaxshi edi, tushib ketdi. Yo bo'lmasam tarbiyasi bunaqa edi, lekin bunaqa bo'lib qoldi degan narsani eshitish oiladagi har bitta farzand uchun qanaqadir bir gunohdek tasavvur qilingan. Nimaga? Majlisdan har safar qaytganida hammamiz qaltirab turganmiz. Onam biz haqimizda nima eshitib kelgan ekan? Yo'q, bugungi ota-onalar o'z ota-onangizdan ham intervyu olsam bo'lar ekanda, qarang. Xo'p, bugungi ota-onalarga yoki o'zingiz mana ota-ona bo'lib, nima qilish kerak bolalar shunaqa bo'lishi uchun? Ota-onam qanaqa bo'lgan bo'lsa, bizga nisbatan o'sha davrda. Men ham hozir farzandlarimga xuddi shunaqaman. Qanaqa? Men ustozlarimga ota-onam aytgan gapni aytganman. Ursangiz ham men urushga ruxsat berganman farzandlarimga, haqiqatda. Men ursangiz ham roziman. Agarda u tarbiyasida qanaqadir bir qo'pollik bo'layotgan bo'lsa yoki gap so'zida qanaqadir bir qo'pollik bo'layotgan bo'lsa, yo bo'lmasam o'qishida qanaqadir bir o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, men urushga ruxsat berganman farzandlarimga. 3 ta farzandim o'qituvchisiga aytganman. Даже ular aytgan, "Yo'q, qo'y, nimaga uramiz? Urish mumkin emas." Shunaqa gaplarni aytgan. "Yo'q, agar kerak bo'lsa, zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol men qo'yib berganman." Hatto farzandlarimizni ota-onalar bilan guruhlarda shunaqa gap bo'lganki, ustozini almashtirish kerak. Qo'pollik qilyapti, ovozini balandlatib ko'tarib gapiryapti degan joyda ham ota-onalarga qarshi chiqqanman. Yo'q, almashtirish kerak bo'lsa, balki sizni farzandingizni sinfini almashtirish kerakdir. Qattiq qo'l bo'lyaptimi? Men unga ming roziman. 3 ta farzand, men hali kuni kelganda ularni men boshqara olmayman. Dam olish kuni bo'ladi, boshqa bayramlarda. Ular 30 ta. Ularga hozir yaxshi gapirsa, yaxshi gapirganini tushunadigan bor. Yaxshi gapirganini eshitsa erkalanib ketadigani bor. Boshiga chiqib ketadi. Lekin ular 40 minutning ichida u bilimni berib olish kerak u farzandga. Ham biz undan ilmidan sifat kutyapmiz, ham tarbiyasida nima kutyapmiz. Lekin Allohga shukr, farzandlarim u darajagacha bormagan. O'sha tarbiyada ham ota-onani, ham ustozni hissasi birdek, ham ikkalasi ham haqli. Urish kerak bo'lsa urib, qattiq gapirish kerak bo'lsa qattiq gapirib, ovozni ko'tarish kerak bo'lsa ko'tarib, bir nimani cheklash kerak bo'lsa, ota-onani ham, ustozni ham birdek o'rni bor. To'ppa-to'g'ri. Men bunga 100% qo'shilaman. Chunki o'zimiz ham qattiq qo'l ustozlarda katta bo'lganmiz, qattiq qo'l ota-onalarda katta bo'lganmiz va bo'sh ota-onada katta bo'lgan farzandlari keyin yaxshi bo'lib ketgani kam. Xuddi shunaqa, juda kam. Mana shu gapingizga bitta misol aytmoqchiman. Ustozim aytardi, mana ota-ona mavzusida suhbatlashganimizda, ota-ona sizga butun umrini fido qiladigan inson ekan. Endi siz aytishingiz mumkin, ha to'g'ri, kimdirlarni ota-onasi fido qilgan, mana o'qigan, ishlagan, zamin yaratgan, resurs qilgan, uy-joy qilgan,
mashina qilgan va hokazo qilgan. Masalan, meni otamni nima qilib bergan, masalan, dadam nima qilgan, esimni taniganimdan beri faqatgina ichkilikka berilgan yo bo'lmasam esimni taniganimdan beri boshqa bir yomon bir narsalarga ruju qo'ygan deb aytishingiz mumkin degan. Lekin hatto o'sha sizni dedi bolaligingizdan beri dedi ichkilikka ruju qo'ygan ota-onangiz o'zini sizga fido qilgan dedi. Hayron qoldim, qanaqa qilib? Siz dedi hech ko'rmaganmisiz? Ichkilikka ruju qo'ygan odamni farzandini o'ta aqlli, hamma havas qiladigan, o'qimishli bo'lib yetishganini dedi. Bor unaqa misollar. Siz dedi ko'rmaganmisiz? Yoshligidan namunali oila bo'lib kelib, yaxshi joylarda ishlab dedi, bolasini tarbiyasiz bo'lib ketganini dedi. O'ylab qarasak, tanishlar ichida bor unaqa oilalar. Ana u dedi, yoshligidan ichkilikka ruju qo'yib dedi, shunaqa holatda o'tgan ota dedi, farzandiga dedi, o'g'lim sen menga o'xshama. Mana ko'rdingmi sen qanaqa qiynalib katta bo'lyapsan. Mana sen ko'rding dedi, onangni dedi, tunlari kunlar qanaqa qilib yig'lab dedi, o'tkazgan. Sen o'sha payt o'zingga va'da beradi farzand ichida. Men katta bo'lay dedi, hech qachon otamga o'xshamayman dedi. Ana o'sha hatto ichkilikka berilgan ota ham farzand uchun o'zini fido qilyapti dedi. O'sha holatda dedi. Lekin har xil farzandi bor. Mana shunaqa oilam bilaman, aytganingizdek, otasi butun umr o'lgunicha ichdi-da, ikkita o'g'li bor, bittasi aytganingizdek qoraka bo'lib ketdi, juda ham chiroyli tarbiya, ikkinchisi otasini hunarini davom ettiryapti. Bolalar ham har xil olar ekanda bu. To'g'ri, bolalar ham har xil. Yaxshi oilada ham, yomon oilada ham. To'g'ri, haqiqatdan. Bu aytgandek hamma bolalarga insof bersin, o'zimizga. To'g'ri, haqiqatdan har kimni o'ziga bersin deb aytadi-ku, insof bersin. Lekin Allohimga beadad shukr etaman, hech qachon otam unaqa yomon narsalar bilan o'rnak bo'lmagan va hatto bilasizmi, yoshligimda bitta tushuncha bo'lgan, oilada onalar qattiq qo'l yomon bo'ladi, otalar yaxshi bo'ladi degan tushuncha bo'lgan. Yomon deganda qanaqa? Onam endi biror bir xato qilsak urushib turardilar. Ovozini balandlab ko'taradi, ona urushadi, onaga mumkin. Onaga mumkin degan o'shanaqa tushuncha bo'lgan yoshligimda. Ota yo'q, ota baqirmaydi, u yaxshi bo'ladi, u urushmaydi, ovozini ko'tarmaydi. Keyin katta bo'lib sinfdoshlarimning oilasiga, uyiga borganimdan keyin ularning otalarini baqirganini eshitganimda hayron qolganman. Shunaqa otalar bo'ladimi? Yo'q, otalar baqirmaydi-ku, otalar urushmasdi-ku. Ani hech kim uyiga bormaganingizdan keyin sizda faqatgina bir xil tushuncha bo'lar ekanda. Yaxshi tomondan o'rnak bo'lib, yaxshi tomon bilan faqatgina bizga kelgusida namuna bo'lishga harakat qilganlar va Allohimga beadad shukr etaman va hozir ham o'sha onamning odatlarini takrorlashga harakat qilaman. Shuni so'ramoqchi edim. Siz ham uyda qattiq qo'l, eringiz yumshoqmi? Albatta, xuddi shunaqa. Takrorlaymiz biz. Xo'jayinim urushmaydi, biror bir xatolik qiladigan bo'lsa, kamdan kam holatda urushadi, qattiq qo'l bo'lishi mumkin, lekin men qattiq qo'lman, joyida tanbeh berib ketaman. Xato qildimmi, joyida tanbeh beraman. Ikkinchi u narsani qilmasligi uchun. Keyin yolg'iz qolganimda xo'jayinim aytadi, "Dinar, to'g'ri qilding. Sen qattiq qo'llikni bo'shashtirmagin. Ikkalamizdan qaysidir birimiz baribir qattiq qo'l bo'lishimiz kerak" deydi. Meni erim oz onangga telefon qilaman deydi. Bolalar qo'rqitadilar. Bizning oilada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Onam qattiq qo'l bo'lganlar, adamni so'kkanlarini, urushku umuman adam qo'llarini uchun tegizgan, qarashlarni o'zlaridan qo'rqardik-da. Va aytganingizdek boshqa xonadonlarga borsam, adasi ursa, shunaqa menga bu narsa qo'rqinchli ko'rinardi. Xuddi qilib farzand urishi mumkin degan. Xuddi shunaqa, menda ham xuddi shunaqa his bo'lgan. O'sha bolaligimga qaytadigan bo'lsam, hali aytganimdek, farzandlar katta bo'lyapti, xarajatlari katta bo'ladi. Nimagadir oilada hammamiz oliy ma'lumotlimiz, lekin kontrakt asosida o'qiganmiz. Bitta akam o'qimagan, 4 ta qizni o'qitishgan. Akamni o'qimaganligini sababi ham o'shanda. 11-sinfni tugatganlarda biznesga kirib ketganlar, dadamga yordamchi bo'lmasa ochiqcha ayta olaman, kontraktimizni torta olmas edik. Bitta o'g'il o'qitmay 4 ta qiz o'qitishgan. 4 ta qiz o'zini yo'lini topib ketgan. Qiz yo'lini topishi kerak. Qiz ertaga boshqa begona oilaga boradi. Lekin qanaqa oilaga boradi? Qanaqa sharoitda bo'ladi? O'g'il mayli o'zimiznikini tortib olamiz. Kelgan qizni ham mayli o'zimizniki qilib olamiz. Sharoitimizga ko'ndirib olamiz. Lekin qiz ertaga qanaqa bo'ladi? Borgan joyida o'ziga ham boshqaga ham og'irligi tushmasin, nimagadir qizlarni hammasini o'qitishgan, o'sha maqsadda o'qitishgan haqiqatda. Keyin bizda vazifa bo'lgan, hamma bittadan hunar o'rganishi kerak. Pardachisiz bilaman. Parda tikuvchilik qilganman, u ham qiziqish emas, u ham majburiyat. U endi o'zimni bo'ynimdagi majburiyat. Men o'qishim kerak, keyin shunda o'rtoqlarim bilan baravar kiyina olaman.
xuddi shu maqsadda men o'rganganman tikuvchilikni. Hunarimdan topgan pulim bilan oilamga, hatto universitetga kirish oldi imtihonlarga tayyorlanasiz-ku. 3 ta fandan, u payti ingliz tili, ona tili, tarix edi. O'shalarni to'lashga yordam berganman oilamga. Hatto o'qituvchilarim urushgan meni. Ingliz tili o'qituvchim bir kuni o'zini xonasiga chaqirganda, ularni uyidan foydalanardim. Ani qizlarni kiyimini kiygizib ko'rib, primerka qilib olishga foydlanardim. Keyin bir kun chaqirganda, "Dinora, yig'ishtir bu ishingni" degan. Nimaga? Sen hozir tayyorlanyapsan, oxirgi yiling kirmay qolsang nima bo'lishini o'ylab ko'rganmisan? Ertaga bular universitetga kirib ketsa, sen yana shularni latta puttasini tikib yurmoqchimisan? deb shunaqa deb gapirganlar. Lekin yo'q, qilishim kerak. U ham majburiyat bo'lgan, nimaga repetitorning pulini to'lashim kerak edi. Birinchi intervyuda ham aytganman, u narsani juda ham xafa bo'lganman. Faqat Allohdan xafa bo'lganman. Meni yaxshi ko'rmas ekan, hamma qilgan mehnatni qildim-ku, qayerda xato qildim. Hali ham o'sha travmangiz bor, o'sha og'irlik bor. U kontrakt adres to'lab berganlarmikan akangiz bilan yoki tikuvchilik qilib? Institutga kirdim. U yili juda ham kuchli bo'lgan. Kirish juda ham og'ir bo'lgan. 194 ball bilan kontrakt bo'lganman. O'sha ballni yuqoriligidan ham bilsangiz bo'ladi-da. Men u ball bilan budjetga kirganman, tarixga. Bizda Xorazmda nimagaki budjetga faqat 15 ta odam olardi. Birinchi kontrakt, keyin mayli o'qiyman, bo'lmasam bironta ham kontraktimni to'lamaysan deb yig'layman-da. Rahmat. U paytda kontraktda o'qiydiganlarga kamdan kam sovchi kerak. Esimda, bu gapingiz esimda. Bunyod ham kontraktingiz to'lab bo'lishingizni poylagan ekanda, og'a. Ular u paytda Toshkentda o'qiyotgan bo'lgan. Ular ham nima deydi, o'ziga juda to'q oilada tug'ilmaganlar. U aytadi, budjetda o'qibman, qiynalganman deydi Toshkentda. Budjetdan deydi, kontraktda mayli uyda o'qigansan-ku, uy tomonda deb qo'yadi. Yoshligida u ham men sizga qanaqa sharoitda katta bo'lganini bir so'z bilan ifodalayman. Hozirgacha farzandlarimizga aytadi, qattiq o'qi, yaxshilab o'qi. Bilasanmi, men qanaqa sharoitda katta bo'lganman desa, hozir farzandlarimiz ustidan kuladi desam, bilamiz, qo'y boqqansiz deb haslash qo'yadi. Maktabdan kelib 3-4 sinfman deydi. Qo'ylarni boqib kelish kerak deydi. Dalada deydi, olib ketaman deydi, ingliz tili, lug'at olib ketaman faqat deydi. Har kun o'ziga reja qo'ygan. Qarang, yo bir o'qituvchi bo'lmagan, uni tutib turadigan, yo bo'lmasam repetitorga bormagan. O'zimga deydi reja qo'yganman. Har kuni mana shuncha so'z yodlayman. Ingliz tilini o'qiyman, o'rganaman. Nima qilib bo'lsa ham, qayerga bo'lsa ham institutga kiraman, men bu sharoitdan qochib chiqib ketaman. Shunaqa o'qiganman deydi va uyimdagilarni ham olib chiqib ketaman bu sharoitdan deb o'qiganman deydi. Mana bizga motivatsiya nima bergan bizga? Mana hozir shunaqa savolim ham bo'lgan ekan, bolalikda qaysi voqeani eslash og'riqli deb olasiz va bugun uni gapirib berishga o'zingizda kuch topa olasiz? Eng og'riqlisi. Oldini u haqda biror joyda gapirsam, bu odam nomus qiladi-ku, uyaladi. Masalan, voy shunaqa sharoitda katta bo'lgan ekan degan masalan tushuncha bo'lishi mumkin boshqa birovlarda. Faxrlanib aytamanki, ertaga inshaalloh siz qanaqa sharoitda katta bo'lishingizdan qat'iy nazar sizda hech qachon shubha bo'lmasin. Men hech qachon unaqa odam bo'la olmayman. Agar meni ota-onam ham agar yaxshi joylarda ishlab, yaxshi bizga resurs qilib qo'yganida, men yaxshi joylarga institutga kirgizib qo'yganida, men ham o'shalarga o'xshab yurardim degan narsa bo'lmasin hech qachon. O'ziga faqat o'ziga ishonish kerak. Faqat o'ziga va o'ziga. Masalan, yana boshqa joylarda eshitib qolamiz. Faqatgina yaxshi narsalarni orzu qiling, faqatgina yaxshi narsalarni o'ylang, chiroyli hayotni orzu qiling. Mana shunaqa sharoitga tushib qolasiz degan masalan, bir ertakamiz narsalarni eshitamiz-da. Unda bitta savolda, hozirda qiyin ahvolda yashayotgan odamlar yoshligidan o'sha narsani orzu qilgan ekanda. Kreditdan boshi chiqmay, og'ir sharoitda yashab, farzandlariga bitta narsani yetkazsa, bitta narsani yetkiza olmaslikni ular znash o'sha narsani orzu qilgandir. Yo'q, bitta yaxshi narsani orzu havas qilib yetishilmaydi u narsaga. Uni o'zi kamlik qiladi. U narsani o'zi juda ham kamlik qiladi. 10-20-o'rinda turadigan narsa u orzu havas. Birinchi navbatda qiladigan ishingiz, albatta ota-onaning ham hissasi bor, qayerda? Ota-onani sizga hissasi faqatgina halol luqma bilan ovqatlantirish sizni, oziqlantirish. O'sha joyida turib bersa bo'ldi ota-ona. U yog'i endi sizniki. Siz harakat qilishingiz kerak, siz o'qishingiz kerak. Men bitta narsani aytaman, 50 ta davlatga borib kelgan inson sifatida bitta narsani aytaman. Bizning davlatimizda nima bor deymi? Boshqa davlatlarda yo'q narsa bor. U ham bo'lsa, bizda haligacha tekin ta'lim bor. Nima qilibdi deyishingiz mumkin. Bu davlatni bizga ta'minlab qo'yishi kerak bo'lgan narsa bizda nimaga o'sha paytgacha ta'minlab kelyapti. Bu allaqachon boshqa davlatlarda tekin ta'limni yo'qolib ketganiga 30 yil bo'lgan. Bizning yoshimizdan da katta. Hamma narsa xususiy.
o'qimasangiz o'qimabsiz, agarda sizni holatingiz yetmaydigan bo'lsa, qiziqtirmaydi u narsa. Bizda haligacha tekin ta'lim Va bor. majburiy. Majburiy ta'lim bor bizda. 2 kun maktabga bormasa, hozir militsiyalar kelib tekshiradi. Ana, Bola qani? ana, Nafaqat ota-onasiga ishonadi, davlat o'zini bolasini himoya qiladi. Ana biz o'sha narsadan foydalanishimiz kerak. Bitta narsa, men maktabdan boshlangan, mana qarang, yaxshi o'qish sizni yaxshi natijaga, yaxshi holatga, yaxshi darajaga yetkazadi. Sizni bolalikdan olgan ta'limingiz, bolamda qiziqish yo'q, mayli institutga yaqin biror bir repetitorga berarmiz, yo'q, u narsa bo'lmaydi. U allaqachon kech bo'ladi. Bolalikdan siz bolalaringizga yordam berishingiz kerak, motivatsiya berishingiz kerak ota-ona sifatida. Bolam yaxshi o'qi, bilaman qiziqishing yo'q, men ham yaxshi ko'rmaganman, men ham yaxshi ko'rganimdan o'qimaganman, lekin sen katta odam bo'lishing kerak. Men ertaga bormanmi, yo'qman, men sen oldingda tura olamanmi, yo'qmi, zamon o'zgaryapti. Bolaga siz tushunadi, yosh bolaga aytish mumkin bo'lgan gaplar bo'lmaydigan. Sen katta odam bo'lishing kerak, sen hamma havas qiladigan odam bo'lishing kerak. Mana qara, mana shu o'rnak qilib ko'rsatishingiz mumkin. Mana shuni hammasi bolaligidan o'qigan, yaxshi ko'rganidan emas. Sen majbur yaxshi o'qishing kerak. Yaxshi o'qisang, yaxshi institutga kirasan. Qara, men ham birinchi mashinamni o'zim olganman. U boshqacha bo'ladi. Qara, hozir kimlar qanaqa joylarda ishlayapti. Sen ham xuddi shunaqa bo'lishing mumkin. Qarang, siz uni hozir bolalikdan tayyorlayapsiz. Ham yaxshi holatga tayyorlayapsiz. Ertaga balki o'sha holatga siz bittada chiqazib qo'yishingiz mumkin farzandingizni, lekin u qadrsiz bo'ladi. U natijasiz bo'ladi. Men bittada o'shanaqa joyga chiqib qolgan farzandlarni bilaman. Hali aytganimdek qadrsiz. Qiziqarli emas kasbiga nisbatan uni mehr muhabbati yo'q. Qanaqa yondashishni ham bilmaydi. Hozir endi bitta mas'uliyat bor, ota-onasini yuzi. Ota-onasi uchun majbur chiroyli farzand bo'lishi kerak, chiroyli namunali odam bo'lishi kerak. Nimaga oson bo'lmadi-da ota-onani uni bu yerga olib kelib qo'yishi. Har kun tanbehi bor ota-onasini. Meni yuzimni yerga qaratma. Agarda farzandni o'zi qadamma-qadam o'sha joyga chiqsa boru, unga hech kimni tanbehi kerak emas. Men qanaqa chiqdim bu yerga? Menga oson bo'lmadi. Men endi buni qadriga yetishim kerak. Mendan endi iz qolishi kerak. U o'sha joygacha o'sha iz qoldirib bo'lgan bo'ladi. Endi hali yuqoridagi aytgan savolingizga qaytadigan bo'lsak, og'riqli deydigan, endi farzandlar katta bo'lyapti, xarajatlari ko'payapti. Kichkinagina magazinimiz bo'lgan. To'g'risini aytaman, u magazinda pista ham bo'lgan. Oilaviy yoshligingizda. Onam bilan biz kunimizni o'sha joyda o'tkazardik. To'g'risini aytaman, endi tashqari tomonda bo'lgan o'sha magazinimizning ro'parasida onamni endi ovsinini Zulfiya kelnayim haligacha telefon qilib, qizim sen bilan faxrlanaman deb o'tir. O'sha kuni endi ovqat qildilar, har doimgidek bir kosa men onam uchun ham beradi. Har kuni ertalab magazinga ketamiz, kichkinamiz. Biza endi yoz singlimni yomon olib ketardilar. Kenayimnikida o'tirardik farzandlari bilan o'ynab. Biza tengi 3 ta qizi bor edi. Onangga ovqatni olib borib kelgin dedilar. Katta yo'lni kesib o'tish kerak. Onam menga ruxsat bermaydi. Hozir joyingda turma, o'zim o'taman dedi. O'tib keldilar, ovqatni olyapti. Qo'llari bilasizmi, xuddi mashina tuzatadigan erkaklarning qo'li qanaqa qop-qora bo'ladi moydan, lekin onamning qo'li sovuqdan bo'lib ketganda. Xorazmning sovug'i boshqacha bo'ladi. Quruq sovuq bo'ladi. Ular kunni bilan ertalabdan kechgacha onam o'sha sovuqda o'tirardi. Qo'llari sovuqdan qorayib ketganlardan ovqatni beryapman, har kun berardim, lekin hech qo'liga ovqat e'tibor bermagan ekanman. Ovqatni berdim, ichkariga kirdim. O'zimga kelolmayapman-da, onam qo'liga nima bo'lgan? Necha yosh bo'lgansiz? Maktabga bormaganman, 6 yosh bo'lsam kerak. O'sha har bir holat men uchun motivatsiya bo'lgan. Biz oilamizga yordam berishimiz kerak. Biz zo'r bo'lishimiz kerak inshaalloh. Yaxshi sharoitda onam bunaqa holat ko'rmasligi kerak degan. Keyin mana qarang-da, hozirgi mana shu holat ham bizani tarbiyamizda dars bo'lgan bo'lsa kerak, ayolni sabrli bo'lishi, chidamli bo'lishi, har narsada masalan janjal qilib ajrimlar ko'payib ketgan-ku, hozir ko'payib ham ketyapti. Yo'q, sabr qiladigan joyda chiroyli sabr qilishi kerak. O'tkinchi narsa, masalan shu narsalar onamdan o'rganganman to'g'risi. Keyin yana bitta holatni eslayman. Maktabga borib kelyapmiz.
hayron qolaman-ku hozir o'sha paytlarni eslab. Oyoq kiyimim yirtilib ketgan. Qish payti, endi u payt asfaltlagan bo'lardi. Orqa tarafidan endi chakka o'tyapti, suv o'tyapti. Shuni o'rtoqlarim ko'rmasin deb maktabga endi o'rtoqlarimiz bilan borib kelamiz-da. O'rtoqlarim ko'rmasin deb yo'lda ulardan orqada yurardim. Men aytaman, hozir o'ylab kulaman-da shu narsani. Masalan, oyoq kiyimim yirtilgan bo'lsa, shuni ota-onamizga aytishimiz kerak-ku. Ona, ota, oyoq kiyimim yirtildi, menga yangi oyoq kiyim kerak deb aytishimiz kerak-ku. Balki o'sha payt davr farzandlarida shunaqa narsa bo'lganmi? Sharoitni ko'rib turibsan-ku. Senga qayerdan qilib bersin degan tushuncha bo'lganmi? Etmaganmiz, nimadir masalan kamchiligimiz bo'lsa. O'zligisi ham ko'rishmaganmiki? Yo, ko'rsa ham ko'rmaslik, olishga ham imkon bo'lmaganmi? Men 100% bilaman, ko'rishgan. Shunchaki imkon bo'lmagan. Sharoit bo'lmagan. Endi hozir bu kulgili holati, shunchaki hozir kayfiyatingizni ko'tarmoqchiman. Men o'zim bunaqa yig'latmoqchi emas edim. Men ham anaqalaringiz o'tib ketdi deb o'yladim, travmalar, qiyinchiliklar. Chunki meni ko'zim oldida oyog'i juda ham zo'r turib olgansizlar xotinda. Men uchun, men kuzataman, 3 yildan beri tanisam. Bolalarimiz bitta Paxtakor futbol komandasiga boradi. Kecha o'g'illarim aytdi-da, yirtilib ketdi. Sen yer tepasan-da, unaqa tepish kerak emas, bunaqa tepish kerak. Adasi dedim, ertaga bundan shunaqa travma bo'lib qoladi bolalarda dedim. Yirtuvdi bormaydi-ku endi desam, biz 3 yilda bitta kiyardik-da, u travma bo'ladi. Bular har 2 oyda kiyadi. Qanaqa travma bo'ladi? Har oy olib beryapman hozir. Travma emas. Endi balkida kimlardir uchun travmadir. Erta bolalarimiz shunaqa travma bilan katta bo'lsa kerak. Katta turtki u. Juda ham katta turtki. Turtki bo'lsa ilohim, chunki siz ham, meni ham bolalarimiz yaxshi sharoitda katta bo'ldi. Bir xillar meni qo'rqitadi bu. Motivatsiya bo'lib qoladi. Ishoning, bu praktikada juda ham ko'p bo'lgan. To'q oilada hammasini ota-onasi qilib bergan. Ularda motivatsiya bo'lmaydi hayotda nimadir erishishga. To'g'ri. Me'yorni saqlab har doim eslatib turish kerak bolalarga. Bolam mana yangi aytganingdek yangi oyoq kiyim, lekin ayab ishlatgan. Oson emas. Mana qarab, biz ko'p turizm festivallar boshqa davlatlarda bo'lamiz. Biz qaytib kelganimizdan keyin har bittasini aytib beramiz. Masalan, mana borib keldik. Bo'ldi. U faqatgina o'sha ma'lumot emas. Borib keldik, kunni bilan tikka oyoqda turdik. Yomon charchadik bolam. Hali borsang o'zing ko'rasan, ertalab turib ketasan, tikka oyoqda turasan. Ona o'tirib gaplashsangiz bo'lmaydimi? Yo, otaga o'tirib yo'q, o'tirib gaplasang hurmatsizlik bo'ladi. Charchab borgandan keyin gостиницаdan aylanishga ham yoqmaydi. O'sha holatni ularga tushuntirishga harakat qilamiz. Osonligini hozir ham biladi. O'zlari aytadi, ona deydi, ha, o'sha Vistivkaga olib borganingizda boru, dada, ha, bilasizmi nimani kutganmiz, nimani? Endi shahar aylantirish parkka olib borishni aytamiz. Obed paytini kutganmiz, nimaga? Obedda bemalol o'tirardik-da, ana Vistivkada sizlar bilan tikka turardik, charchab ketardik. O'sha u narsani ular yoshligidan sezyapti, bilyapti. O'sha narsani ko'rsatishingiz kerak. Demak, bolalarga ko'rsatish kerak qiyinchiliklarni. Albatta, uni bizga yevropalik bitta partnyorimiz aytgan. Bolalarni kasbingga yo'naltirgan, zo'r kasbing zo'r degan. Nafaqat O'zbekiston sharoitida, butun dunyo bo'yicha. Xo'p, mayli katta bo'laversin, Vistivkaga olib kelamiz, hali tilni o'rganursin. Bolang necha yoshda? Kichkinasi 5 yoshda. O'tkazib yuboryapsan. O'shandan keyin biz bolaligidan olib borganmiz Vistivkaga. Hammasiga emas, qaysi bir kanikullaga to'g'ri kelganini olib boramiz, ko'radi, qiyinchiligini his qiladi. O'zi ishlagandek charchaydi, aytadi-ku, biz itdek charchadim deydi-ku, xuddi shunaqa charchaydi. Biz bilan baravar charchaydi. Orzu qilib ham so'ramaydi. Ona, dada, men sizlar bilan birga kengisiga borsam bo'ladimi deb ham aytmaydi. Ularga hozirdan. Lekin u bu narsa so'ramoqchi bo'lsa-chi, masalan, deylik, formani bitta olib beramiz, 1 yilda, 2 yilda-da. Albatta. O'zicha qilib, lekin oyoq kiyim ularda har 2 oyda keladi. So'raganda qanaqa oson so'raydimi? Bizada, mana sizga aytaman, har 2 oyda deyapsiz, bizaniki kichrayib qolsa so'raydi. Yo'q, ularniki yirtilmagan haqiqatda. Unda erim jahli chiqishiga arziydigan ish bo'layotgan ekan. Lekin hali aytganingizdek 3-4 marta olib berdim edi. Ona nimagadir oyog'imni qisyapti. Ona, men bu nimagadir noqulay bo'lyapti yugurganimda. Har safar shunaqa tushuntirishadi. Bittada olib bering demagan. Hozir mana shu gapingizdan keyin o'ylanib ko'rdim. Yo'q, bittada olib bering demaydi. Ona, men bu kichrayib qolgandek, nimagadir oyog'im siqyapti, bemalol yugura olmayapman. O'sha sizni ana vijdoningizga ta'sir qiladigan qilib yetkazadi. Keyin ham bo'ldi, mayli olamiz, lekin haqiqatda kichraygan bo'ladi. Haqiqatda oyog'ini siqayotganini, oyog'ini holatidan bilamiz. Keyin olib beramiz. Yirtishgacha olib bormaydi, ayab kiyishadi haqiqatda. Demak, men qayerdadir tarbiyaga sal bo'shroq qo'yibman demayman. Menga ham layfhak bo'ldi. Bugungi orzularingizcha bolalikdagi qaysi travmalaringizga sabab bo'lgan? Kichkina orzularimdan bittasi bo'lgan, endi bu kulgili bo'lishi mumkin. Bobomni 18 ta farzandi bo'lgan.
onamda 11 ta ovsin bo'lgan. Keyin 18 dan 11tasi qolganmi yoki? yo'q, o'g'il, 11 tasi o'g'il. 11 ta o'g'illari o'g'il. bo'lgan. 11 ta ovsin. Mashalloh. 11 ta ovsin. Bir-birini eslab qolishganmi simlisi? Eng hayratlanarlisi, bobom hammasini bir-biriga mehr oqibatli, qadrdon, bir-birini to'yida, tomoshasida, ma'rakasida. Bu yerda xotinnami? Uzr, savol uchun. Yo'q. O'shada Mirzani askasidan bo'pti. Lekin hali aytganimdek, bir-biriga juda ham mehrli bo'lgan, juda ham mehr oqibatli bo'lgan va biz ajrata olmaganmiz, qaysi kelini yoki qaysi farzandi qaysi ayolidan bo'lganini. Shunaqa bir-biriga nima bo'lib ketgan. Keyin menda kichkinagina hali bolacha paytim menda orzu bo'lgan, inshaalloh katta bo'lsam onamni shu daraja bizga o'zlarini fido qilganini aytaman-da, ayollarda qator tillalar, troslar deydi, ilib yurish urf bo'lganmi? Masalan, to'ylarga, o'tirishlarga borardik, o'sha narsa bitta onamda bo'lmagan. Endi uni ham sababi bitta, farzandlari uchun. Masalan, o'sha narsadan kechganlar. Keyin onamga aytganman, xudo xohlasa katta bo'lsak, yaxshi ishlarda ishlab katta odamlar bo'lib, onam etmagan hech qachon menda o'sha narsa yo'q qolgan, osalarimda bor deb etmagan u narsani. Tillalardan xudo xohlasa, poyandoz qilamiz hammamiz deb o'sha narsa orzu bo'lgan. Onamda endi nima bo'lgan? Armon bo'lgan, bitta o'g'il bo'lganligi. Keyin har doim aytardi, shuni yonida bitta sherik yo'qda, shuni yonida ona bitta sherik bo'lsa nima bo'ladi? Biz bormiz-ku deb aytardik-da. Yo'q, shuni yoniga baribir bitta sherik kerak. Allohga shukr, yo'q, hozir akam aytadi, yo'q, hech qachon deydi, akam yoki ukam yo'q deb men pushaymon bo'lmaganman. Qanaqadir menda orzu bo'lmagan, boshqa akasi bor, ukasi bor odamlarga deydi, orzu qilmaganman deydi. Sizlar deydi, ham aka, ham uka, ham opa, ham singil qiyinchilik bo'lsa birga yengib, birga harakat qilib, birga erishganmiz, to'g'risi. Qizli pag'ara mehribon bo'ladi. Aytganingizdek, uncha-muncha o'g'ilga bilinmaydi. Aka-uka yo'ligi, agar qizli mehribon bo'lsa, ukasini, akasini har doim podдержка qilsa, qo'llab-quvvatlasa, bu narsa bilinmaydi. O'zingiz bilan bolalaringizni solishtirganda, bolalaringiz nimasiga havas qilasiz? Bolaligidan. Bolalarim nima? Bunyod ikkalamiz ham havas qilgan narsalarimizni ular orzu qilmasidan yaratganmiz. Masalan, ikkalamiz ham orzu qilganmiz o'zlarimiz alohida xonamiz bo'lishini. Ikkalamiz ham orzu qilganmiz o'zimizga moslab ularni jihozlashni, o'yinchoqlarimiz ko'p bo'lishini, albatta kiyim-kechaklarimiz ko'p bo'lishini, yaxshi joylarda o'qishni. Hozir mana Allohga shukr, частный maktabga berib qo'yganmiz. Bizga orzu bo'lgan shunaqa yaxshi joylarda o'qish, lekin o'qigan joylarimizdan nolimaymiz. To'g'ri, qishloq maktablarida o'qiganmiz. O'sha qishloq maktabidagi o'qituvchilar bizga fundament qo'ydi. Nimagaki litseyga borganimizda biologiya fanini ham zo'r o'qirdik, kimyo fanini ham, matematika fanini ham, ingliz tilini ham birga olib ketyapmiz-da. Ular hayron. Biz mutaxassisligimiz bo'yichadagi fanni yaxshi o'qishimiz kerak. Lekin biz hamma fandan zo'r o'qiyapmiz. Bitta narsani eslayman, universitetda o'qiyapman. Xorijiy filologiya, ingliz tili yo'nalishi, lekin Xorazmda. Lekin bizga oliy matematika o'tadi. Birinchi kursda oliy matematika o'tganmiz. Eng yomon ko'rgan fanim. Endi qarang, eng yomon ko'rganim deyapsiz. Demakki, siz unga hayotda topshirmaysiz universitetga kirish uchun. Men Banksiy kollejiga topshirib budjetga kirgan qizman-da, shunaqa shustriylik. Men shustriyman-da. Repetitorim qaraganda 2x2 bu 2 qo'shilmaydi bu qiz deganda, shpargalka ishlatishni o'rgatgan. Men budjetga Toshkent bank kollejiga lekin aytgan, sen hayotda katta odam bo'lasan degan. Matematikani bilishyapman, sen o'sha situatsiyadan chiqib ketding deganda. Men harakatingizni ko'rgan. Va Banksiy kollejda birinchi dars oliy matematika. Murtazayev. Hech qaysi o'qituvchini familiyasi esimda turmaydi. Murtazayev esimda turadi. Bizda ham mana Qurbonov Fazilat ustoz ismlari esimda ekan. Endi qarang, 1-sinfning matematikasi bilan 4-sinfniki farq qiladi darajasi. 4-sinfniki bilan 9-sinfniki farq qiladi. Siz hozir bank kollejida deyapsiz, endi universitetniki farq qiladi. Universitetda 1-kursda oliy matematika o'tyapti, u yerda raqamlar bo'lmaydi. U yerda faqatgina alfa, beta, y, x, nimaligini ham bilmayman. O'shanaqa elementlar bilan misol yechiladi. Katta dastaga chiqargan leksioner zalda 5 ta 6 ta gruppa o'tiribdi, bitta misol yozdi. Hali misolni ko'rinishini yozyapti. U masalani yechish hali tagida davom etadi. Hali soatlab davom etadigan narsa. Men ishlasam bo'ladimi o'sha narsani deganman. Ular bizga ko'rsatib berish kerak edi aslida. Chiq dedi, mayli dedi. Qolgan o'quvchilar hayron. Shu ishlashni davom etganman, ishlab oxirida nuqta qo'yganimdan keyin sen ingliz tilida nima qilyapsan degan.
ya'niki matematikada sani o'rning deyapti, ya'ni bizga o'sha fundamentni maktabda qo'yishgan. ya'ni men sizga hozir aytaman, kollejda bitta qiz bilan tanishtirib qo'yishganda mani u qiz bilan juda ham munosabatim yaxshi edi. O'qituvchim aytganki, mana shu qizni degan sen tortib ketasan deb Nilufar degan qizga meni topshirishgan. Men aytganman, qanaqa qilib qiz bola deganman, matematikani yaxshi ko'rish mumkin, sen g'alati qiz ekansan, sen bilsam ota onasi matematik ekan ular, siz ham yutug'ingiz otangiz matematik bo'lgan bo'ldi, bizani kamsitmang, matematikani bilmaydi deb bo'ldi. Qon bilan kirgan, bu hech qanaqa emas, talantga urinishingiz emas, bu shunchaki qon bilan kirgan. Qon bilan kirgan. Ayol kishi matematikani bilishi bu yil xatosi deb o'ylayman. Yo'q, katta yutuq ham o'shanda. Yo'q, bu yutug'ingiz sizlardan, bu dahshat. O'shaning uchun mana biznesda zo'rsiz. Faqat til bilgan nechta qiz bor, ishini topa olmayotgan. Bu haqida alohida gaplashamiz, yigitlar bor. Matematik bo'lganingiz uchun. Aytmoqchimanki, opam haligacha pul sanashni bilmaydigan qizga Allohim shunday rizq berib qo'ygan deydilar. Hatto pul sanashni bilmayman, nechavasi. Rizq Allohdan. Bu bitta masala, lekin ikkinchi masala, men juda ko'p qizlar bilan gaplashaman, matematik bo'lsa men uchun g'alati. Ota-ona kimdir bor, zotingda matematik bor deyman. To'g'ri. U kamdan kam, ya'ni uni matematikaga mehr qo'yish. Da. O'sha o'qituvchisiz uvalsan, bu tarjimon bo'lish uchun yoki filolog bo'lish uchun sen uvalsan. Chunki matematikani milliondan bitta chiqsa kerak deb o'ylayman-da. Haqiqatdan. Ayol kishida ayniqsa. Shunaqa bo'lsa kerak haqiqatdan. Keyin yo'q, baribir til bo'yicha davom ettirganman. Universitetni ham tugatib, universitetda birinchi kursda o'qiyapman. Birinchi uchebni sentrga asos solganman. Mashalloh. Xorazm viloyatida. Nomini qarang endi. Gubusat. Nima degani u? Nemis tilidanmi? Hech qanaqa ma'nosi ham endi GBUSAD deb aytish kerak edi. Endi nomni menga u paytda hech kim o'rgatmaganda. U jarangli bo'lsin, qisqa bo'lsin, aytilishga oson bo'lsin, esda qolarli bo'lsin deb hech kim o'rgatmaganda, nimadirlarni orzu qilganman deb ingliz tili Great Britainda o'rgatiladi. Ularni asosiy tili GB ni olganman, USA, Amerika Qo'shma Shtatlari, uni olganman, oxiriga D o'zim ismimni qo'shib qo'yganman. Shunaqa qilib uchebni sentr ochganman. Bu 2009-yilda bo'layotgan gap. Necha yosh bo'lgansiz? 2009. U payti universitetga birinchi kurs paytim endi. Hali turmush qurmagansiz? Hali turmush qurmaganman. Birinchi kurs paytim, universitetda o'qib yurgan paytim uchebni sentrga ochganman. Uchebni sentrimni ochilgan joyini omadimni qarangda, Med universitetini yonida bo'lib qolgan. Endi tavakkal, u narsa men uni niyat qilib yo o'sha joyni mo'ljallab ochmaganman. Men o'sha joyda ochganman, hamma studentlarim Medinsdan bo'lganda. Endi u Med universitetini bizani universitetdan farqi u yerda 7 yil o'qiladi. Bu degani 4 yil o'qib darrov bitirib ketmaydi degani. Sizga u yerda ingliz tilini o'rganishga kelgan odam degan taxminan 4, 5, 7 yil yuradi degani. Shunaqa studentlarim ko'p bo'lgan, endi u yog'iga kontraktni o'zim to'lashni boshlaganman. Va men bu narsani eslab o'tishim shart va zarur deb o'ylayman. Men shuning uchun chaqirdim sizni ikkinchi marta. Men hammani ham ikkinchi marta chaqirmayman, faqatgina namunaliklar qahramonlarimni chaqiraman. Mana shu har bitta gapim men iltimos qilgan bo'lardim tinglovchilarga, sizning hayotingizda kimdirlarning hayotida mana shu narsa sodir bo'lyapti hozir. Bolaligimdagi mana shu siz kamchilik deb aytadigan narsa bu kamchilik emas ekan. Sizni oilaviy sharoitingiz bu sizni kamchiligingiz emas ekan. Sizni qanaqa oilada tug'ilganingiz bu kamchiligingiz emas ekan. Bu sizga naborot motivatsiyangiz bo'lishi kerak. Yuqorida aytdim-ku, ta'minot faqatgina ota-onangizdan sizni halol luqma bilan katta qilish bo'lyapti. Qolgan hamma narsa sizdan bo'lyapti. Holatni og'irligini onam bir kuni menga даже yig'lab aytgan. To'xta dars qilishni degan. Soat 3:30 kechasi hamma uxlayotgan payti onam menga o'sha gapni aytgan. To'xtat dars qilishni degan. Universitetga kirguncha tayyorlanganing o'zi dedi, shu joyimgacha kelgan edi dedi. Endi bu yog'iga men chidamayman bolam seni bunaqa o'qishingga dedi. Yo bir dard topasan dedi, yo bir kasal topasan dedi. Keyin shu bilan sen to'xtatmoqchisan dedi. Sen meni tugatmasingdan to'xtat bu o'qishni endi dedi. Menga yetadi, universitetga kirding, undan u yog'iga nima o'qiyapsan endi dedi. Men undan u yog'iga men stipendiya olish uchun o'qiyotgan edim. Bu Allohimning ishi bo'lgan. Men reja tuzganman. Nima qilsam bo'ladi? Uyimiz maktabning oldida edi. Maktabga boraman, ustozlarning hammasi meni taniydi. Sinflarga kiraman, ingliz tilidan repetitorlik qilishimni aytaman, darsdan keyin repetitorlik qilaman deb o'sha rejani tuzib, men endi stipendiyaga ortiq muhtojlik sezmayman deganman. Hali aytganingizdek, endi men ham o'qishni qo'yib qo'yaman. O'qishdan sovish kerak bo'lsa,
maksimal darajada uddalashda sotish kerak bo'lsa men zo'r sovdim. Maktabga bordim, kuratorim oldiga juda yaxshi o'ylabsan dedi, kir sinfga dedi. 5-sinflarmidi, kichkina sinflarda, 6-sinfmidi, soni uyga sig'mayapti-da. Mehmon uyimizda shundoq doira bo'lib o'tirishadi endi. Keyin yana ideya kelyapti. Bitta dadamning endi qurib qo'ygan uylari bor edi. Dada dedim, o'sha joyni dedim uchibni sensor qilamiz dedim. Endi dedim ofitsialniy ochamiz dedim. Endi uyda o'qitmayman dedim. Как maktabga o'xshaganda uchibni sentrga kelishadi. Endi dedim, reklama beraman televizorda dedim. U paytda televizorda reklama berish so'ziga pul olardi. Juda ham endi rivojlangan payt edi. Ham Xorazm kanali, o'zining kanali edi. Keyin dadamga yoqib tushdi u narsa. Bo'ldi dedi, men remont qildirib beraman senga, oqsuvo qilib men remont qildirib beraman va devorlarga rasm qistiraman dedim. Remont qildirib berdi. Bordim, televizorda reklama berdim. Endi telefon tinmayapti-da. Tashqi reklama qistirganmiz, universitetdan kelishyapti. Soat 9 da universitetga borishim kerak. Lekin soat 5 da repetitorlikka borishim kerak. Soat 5 dan 7 gacha, 7 dan 9 gacha ikkita guruhga chiqaraman. 9 da universitetga ketaman. Universitet o'qib bo'lib soat 4 da chiqaman. 4 dan 6 gacha bitta guruhga, 6 dan 8 gacha bitta guruhga. Charchab qolgan paytim akam singlimni olib kelib ketadi. Yo bo'lmasam kelib o'zi olib ketadi. Shu daraja endi bolani ko'pligini aytaman-da. Yana cherezdin juft kunlar 4 ta guruhga, tok kunlar 4 ta guruhga endi. 8 ta guruhga endi qarang-da. Yana hammasini suv iching. Endi qarang. O'rta tomoq qurib dars o'tiladi-da Men unga. u paytlarni eslasam borum, men yanada kuch keladi. Hozir yana bitta yangi proyektlarni boshlashimgacha kuch keladi. Shungacha yetadi. Proyekt kam ekansiz, bolaligingizda shunaqa travmalaringiz bo'lsa siz. Men radioda ishlaganman-da hozir. Lirik chekinish Qazokirov degan ustozimiz bo'lardi. Radio borganimda eshitganlar, san deganlar, televideniyega borgan deganlar, bunday husni jamoling bilan nimadir erishishim mumkin. Lekin ovozingni eshitgan odam qo'ynayniydi. Strashniy. Ovozingiz shunaqa aytganingiz qalbimga tegandi. Ana. Ishonasizmi, bu mening onamdan keyin men hamma ovozim ishqoz bo'lgan. Yo'q, haqiqatda. Ovozingiz yagona haqiqat o'xshamaydi. Radioni direktori Furqat Zokirov menga ovozing protivniy degan. O'zlarini to'ldir, hech ham esimdan chiqmadi. Sen radiodan non topolmaysan degan. Qolib ketgan. Qolib ketgan, keyin men yaxshi ham aytgan ekanlar. Men yozishni o'rganganman. Men ungacha faqat quruq vidushi bo'lib beraman. Menga kimdir tekst beradi, men yodlayman, bo'ldi deganman. Lekin shu ustozimning gapi bilan men keyin men zo'r yozaman deganman. Men yaxshi yoza olaman Juda kuchli burilish qilib beradi. O'shanaqa udar deymiz endi. Men hozir yoningizda o'tira olishimga ham yoza olishim, savol bera olishim. Mendagi jurnalistlar ko'p. Lekin mana jurnalistlar ko'p deyapsiz, jurnalistdan farqi bor. Va berayotgan savollaringiz vazifasi sizni o'zi bu aslida kim, qanday yaralgan, qanaqa darajadan kelyapti, ochish kuchli sizda. O'sha ustozim aytganingizdek ovozimga urg'u ber, san ovozing bilan ishlab bo'lmaydi deganlar uchun men qalam ko'targanman yozishni. San zo'r savol berasiz, lekin mana shu motivatsiya. San hech kim xayoli kelmagan savolni beryapsan degan. Mana shunaqa qilib menga boshqa tarafdan motivatsiya bergan. Jurnalistlar biladi. Boshqa qobiliyatlarni ochishga, qirtga. U qanaqa odamligini. Masalan, siz bilasizmi, Furqat Zokirov ishlaganmiz, Furqat Zokirovning o'rta operatori yo'q, siz ishlamagansiz. Biz Go's kanaldan chiqqan hamma odam biladi Furqat Zokirov. Hammani ustozilar. O'sha Gulli Ikrom va Nodira Tursunova deymiz ham, Xayrullo Nuriddinov hammani ustozilar. O'zim ustozlarim ham ustozilar. Aytmoqchimanki, ular meni ovozimni protivniy deb, meni u qobiliyatimni ko'rmaganlar-da, lekin Alloh sizni bandasini oldida ulug' qilib qo'yamasa hech gap emas. Ovozimni yaxshi ko'rib qo'ygan odamlar. Protivniy ovozimman. Xuddi shunaqa rostdan. Xuddi o'shanga o'xshab sizni ham boshqa qirralaringiz ochilishga o'qituvchingizni o'sha kamsitishi. Kamsitishlari haqiqatan. Men aytmoqchimanki, siz yig'lab eslayapsiz, men kulib eslayapman. Yo'q, hozir kulib eslayman. Yana bitta narsa aytaymi sizga? Kursdoshim telefon qilyapti-da. Zinar dedi, "Молодец, men sen bilan faxrlanaman" dedi. Rahmat kattakon desam, "Qarang, kursdoshimni aytayotgan gapini. Bilasanmi?" dedi. "Ha, senga nisbatan qilgan ishlarim jahlimni chiqarardi" dedi. "Qara hozir" dedi, "turizmda qanaqa darajaga erishib yuribsan" dedi. Allohga shukr, alhamdulillah. Mana prezidentimiz tomonidan turizm fidoyisi oltin medal bilan taqdirlandim. Allohimga beadad shukr. Yana taqdirlanganda ham men tug'ilganda ochilgan tur firmalarning rahbarlari bilan bir qatorda taqdirlashyapti. Allohimga beadad shukr, juda ham hurmat qilaman. 60 ta odamni taqdirlashyapti. Hammasi katta odamlar-da. Yoshi, ya'ni yoshiga nisbatan, masalan, ular turizm vazirligida, turizm departamentida, viloyat turizm bo'limida, ya'ni turizmga hissa qo'shgan katta odamlarni taqdirlashyapti-da. Orasida men ham borman-da.
Allohimga beadad shukr aytaman. O'sha aynan medal olganimda telefon qilyapti. Qara deydi, qanaqa darajaga yetding deydi. Rahmat, haqiqatda desam, sani deydi. Shunaqa qilib deydi, kamsitib, masalan, agar kamsitish kerak bo'lsa, kamsitib deydi. Shunaqa qilgan o'qituvchilar deydi, sani orqangdan borib deydi, turfirma ochishibdi deydi. Yo'q, rostdan dedi. Ha deydi. Mana deydi, turfirma ochib, voy qara deydi, qanaqa darajalarga yetishding deydi-da. Qoyil. Mana bilasizmi, har doim Alloh o'zingga tavakkal, qahramonim xayrli bo'lsin deyman-da. Va ayni hozir siz chiqayotganingiz bolalar o'qishga tayinlanayotgan payti zo'r motivatsiya bo'ladi-da. Ota-onasiga ham farzandni o'qitish uchun. Bir xil joylarda masalan shunaqa gaplar chiqadi, o'qish muhim emas. Ha, Yo'q, muhim. muhim, albatta. To'g'ri, hunar ham bo'lishi muhim-ku, lekin o'qib ham qo'yish kerak-da. Albatta. Sizga o'qishni bitta plyusini aytaman. O'zimni men kuzatuvlarim asosida bitta narsa aytaman. Men bu bilan o'qimaganlar kamsitmoqchi emasman. Yo'q, hech ham unaqa narsa. Shunaqa o'qimaganlar va o'qiganlardan-da fikri teran. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa o'qiganlar va o'qiganlarni oldida, masalan, saviya deydi-ku, o'sha farosat, mana shu narsani o'lchasa bo'ladi. O'qigan sizga plus beradi. Mayli kelgusidagi faoliyatingiz u soha bo'yicha ketmasin. Mayli matematikada o'qib, boshqa sohadan ketarsiz. Medinsda o'qib, boshqa sohada ishlayotganlar qancha, o'qituvchilikda o'qib, umuman boshqa sohaga kirib ketganlar qancha. Siz o'qiganni plyusi, men yuqorida aytayotganimdek, fikrlashingizga, farosatimizni oshishida yordam bersa beradiki, kamaymaydi. Va networking eng zo'r Albatta. qadam, yo'l. Eng zo'r, har xil davraga kirasiz. Albatta. Ustozlarni ko'rasiz. Albatta. Ular bilan qanaqa muomala qilishga bu hayotga tayyorlaydigan zo'r maktabda. Albatta. Yana o'qiganda ham siz aytishingiz mumkin, o'qigan hozir hech qayerda rol o'ynamaydi. To'g'ri aytyapsiz, hech qayerda rol o'ynamaydi. Agar u o'qishga sizni ota-onangiz kirgizib qo'ygan bo'lsa. Va shunchaki borib kelgan bo'lsangiz. o'qishga. Albatta. Lekin haqiqiy o'qiganlar yo'lini topadi. Mana gap qayerda? O'zini kuchi bilan kirib, o'zini kuchi bilan harakat qilib kirsin. Qani o'qishmi hamma joyda kerak emas deb ayta olarmikan? Hech qachon. O'qish hozir rol o'ynamaydi deganlarga ozgina nazar solib qo'ying, uni o'qishga qanaqa yo'l bilan qanday kirganiga. Shuning uchun yo'q, o'qish bilan boshlanadi. O'qishgacha bo'lgan hayot bilan boshlanadi. Institutga kirishga qolganda 1 yil qolganda tayyorlanaman, 2 yil qolganda repetitorga boraman, 3 yil qolganda harakatni boshlayman. Bu eng noto'g'ri fikr bu. Eng noto'g'ri harakat bu. Harakat qilmay qo'yaversangiz ham bo'ladi, u davrga kelgan bo'lsangiz. Yo'q, o'qing. Yaxshilab o'qing. Bolalikdan boshlang. Men u bilan sizni motivatsiyangizni tushirmoqchi emasman. Yo'q, mayli 2 yil qolgandir, 1 yil qolgandir, haqqoniy boshlang, o'zingiz o'qishni boshlang, o'zingiz harakat qilishni boshlang, inshaalloh mevasini ko'rasiz. Mehnat tagi rohat. Bu shunchaki aytilgan maqol emas. Eskilardan qo'yotgan har bitta naqlni tagini qarasangiz, hayotingizda borib devorga boshingiz uriladi-ku, to'g'ri aytishgan ekan deysiz. Lekin o'sha to'g'ri aytishgan ekan deyishgacha bormang. Mehnatni tagi rohat degani, siz hozir uyquni kam qiling, o'tirishlarni kam qiling, yeyish ichishlarni kam qiling, lekin o'qishingizga e'tibor berib, intilib, yoshingizga iltimos, yoshingizga nima qilmang. Birovlar aytadi, qarang, o'zi 3-kurs, 4-kurs yo bo'lmasa institutni endi tugatgan, deydi, bolaligim bo'lganda, deydi, men ham til o'rganib olganimda nima bo'larmidi, deydi. Kechirib qo'yasiz. Hozir 36 yoshdaman va yangi bitta tilni o'rganishni boshlaganman. Qaysi til? Bu meni biznesimga kerak. Yo'q, uni ayta olmayman. Xitoy tili ekanmi? Yo'q, Xitoy tiliman. Bu meni biznesimga kerak. Men o'sha bozorga yana mustahkam kirishim uchun kerak. Nemis tilimi? Nimaga? Yo'q, nemis tili ikkinchi til, nemis tilini bilaman. Men u tilni yaxshilab o'rganishim kerakki, ertaga u menga katta daromad olib keladi. Mana qarang, maqsad bilan o'rgansangiz, maqsad bilan harakat qilsangiz, zo'r o'rganasiz. Hozir nima ikkita to'g'ridan keyin men ham qabul qilmaydigan bo'lib qolgan, hozir unaqa bo'lib qolgan, buni hech bir bahona o'tmaydiki. Agar u bahona o'tilganda, u bahona qabul qilina olinadigan bahona bo'lganda, beshidonda qabrgacha ilm izla degan naqlan bo'lmagan bo'lardi. Ishoning.
bo'lmasa naql boshqacha bo'lardi. 5dan to balog'at yoshigacha o'rgan, 5dan to birinchi tug'ruqgacha o'rgan degan bo'lardi. Yuqorida gapirdingiz sayohat haqida. Bolalaringiz bilan umuman sayohat qilishga ko'p olib chiqasizmi yoki ana video chiqdi-ku, men bolalarimga butun dunyoni ko'rsataman. Bolalarim tomosha qilinglar degan. Shunaqa yaxshi ko'raman o'sha trendni. Yoki faqat ishlagan olib borasizmi bolalaringizni sayohatga? Sayohatda ko'p bo'lamiz, lekin hamma ham aytadi-da, mana havas qilamiz, juda ham ko'p sayohatlarda yurasiz dedi. Yurasiz. Tashqaridan ko'ringanda bu sayohat bo'lib ko'rinadi haqiqatda, lekin men sizga aytaman, balki sizga yolg'on, menga rost. 95%, даже 90% emas, 95% faqat biznes yuzasidan, faqat 5%gina biz sayohatga boramiz. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Bu deganim biz boryapmizki, demak, biznes uchrashuvlar uchun boryapmiz, выставкаlarga boryapmiz, turizmga oid nimadir uchun boryapmiz. Qolgan 5%gina kamdan kam holatda bizda hech qanaqa ish bilan emas, ishni yig'ishtirib qo'yib, faqatgina oila davrasida dam olish uchun faqatgina 5%gina sayohatlarimiz shunaqa oila davrasida bo'ladi. Qatlarga borasiz 5% bolalar bilan. Va qatlarni tavsiya qilasiz. Bolalar bilan borish kerak bo'lsa, hamma davlatni tavsiya qila olaman. Bitta joyni bunisidan ortiq deya olmayman yoki bunisidan kam deya olmayman. Sababiki farzandlarni o'rganishi, ko'rishi bo'lgan narsa hamma davlatlarda uchrasangiz bo'ladi. Qaysi bir davlatlarda masalan dengizni ko'radi, qaysi birlarda okeanni ko'radi, qaysi bir davlatlarda havosi yaxshi, toza, tabiati qalin, o'rmonlarni ko'rishingiz mumkin, baland tog'larni ko'rishingiz mumkin. Har bittasi o'zini qaysi bir jihati bilan farq qiladi. Shuning uchun yo'q, men qaysidir bir davlatni qaysidir bir bittasidan ortiq qo'yib, shu faqatgina shuni tavsiya qila olmayman. Olib borish kerak bo'lsa, imkoningiz ko'taradigan bo'lsa, bemalol hamma davlatga olib borib ko'rsatgan ma'qul deb o'ylayman. Albatta, bolalar ham sayohat qilishi kerak. Bizda ham sayohat qilishni yolg'on gap yo'q. Bolalarimiz kichkinasi 5 yoshga kirgandan keyin boshlaganmiz. To'g'risini aytaman-da, biznes yuzasidan sayohatda bo'lganmiz. Ertalabdan kechgacha ishda bo'lamiz. Ularni gостиницада olib qoladigan odam yo'q, tashlab ketadigan odam yo'q. Shuning uchun sayohat bo'lmaganligi uchun tashlab ketganmiz ularni. Nimagadir men yaxshi ko'raman, bolalar bilan chiqadigan bo'lsangiz, qiynamang bolalarni deyman-da. Antaliya, Sharm, Vyetnam, ya'ni aktiv bo'lmagan, turlarni passiv va har bolani qorni to'q, usti but, maza qilib cho'miladigan bir joylarga tavsiya qilish yaxshi ko'raman. Va o'zim ham xuddi shunaqa. Qayerlarga borgansiz? Malayziyaga olib borganmiz. Malayziyaga olib borganda ham 3-4 ta shaharni ko'rsatganmiz. Dubayga olib borganmiz. Ham Abu Dhabi, ham Dubayni o'zini ko'rsatganmiz. Hozirda endi keyingi sayohatimizni planlashtirib turibmiz. Xudo xolasa Antaliya. Sapojnik Besapaga qarang, necha yillik men ustozim sizga. Men o'zi ochganim ham 3 yil bo'ldi-da. Atigi 3 ta davlat zo'rg'a sanab yuribsiz. Ammo siz orqangizdan bilasizmi, bolalarim qatliga bormadi. Mashallah, ko'z tegmasin. Men shu gapingizdan juda ham xursand bo'ldim. Bitta gap aytaman. Men mana shu turizm kursini qilayotganda og'a menga, turmush o'rtog'im, Bunyod aka menga juda ham qattiq qarshilik ko'rsatganlar. Yo'q, qilmaysan degan. Nimaga? Kurs qiladiganlar yomon ko'radilar. Endi nimaga men to'y diktator qiladiganlar yomon ko'radi deng. Ularni xayolida kurs qiladiganlar nima qilib bo'lsa ham o'sha narsani sotib kimnidirni pulini oluvchi bo'lib ko'rinadilar-da. Ularni ko'zida. Qilmaysan degan. Nimaga? Sen ham o'shalardan bo'lib qolishingni men xohlamayman. Men qanaqadir motivatsiya beraman demayapman-ku. Biznesingizni rivojlantirib beraman demayapman-ku. O'zimni kasbimni o'rgatmoqchiman. Men o'sha qanaqadir bir hunar bilan teng, o'sha qanaqadir bir kasbni o'rgatmoqchiman. O'zim qilayotgan ishni o'rgatmoqchiman. Yana men qilganda ham majburiy emas. Menga kasbingizni o'rgating, menga ham ishingizni o'rgating deganlarga o'rgatmoqchiman deb meni ko'ndirishim juda ham qiyin bo'lgan ularni. Keyin ko'ndirganimdan keyin aytganlarki, men ertaga qo'rqaman, bilasam, ular bitta umid bilan keladi. Qanaqa umid bilan keladi? Men ham hozir uni kursida o'qisam, tugatganimdan keyin bittada unga o'xshab ketaman degan xayol bilan keladi degan. Lekin sen o'zing bilasan-ku, Dinar, biz bunaqa darajaga yetish uchun qanaqa yo'llarni bosib keldik? Necha yil, necha umr, qanchadan qancha masalan xarajat. Oliygohlar, Da, hali oliygohni qo'yib turaylik. Hali
Yo, baribir o'sha fundament bo'lgan. Fundament yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, ya'ni sarf xarajatini aytyaptilar hali. Hali u mehnat u yerda tursa, sarf xarajatini aytyaptilar. Qancha sarf xarajat qilganmiz? Qancha masalan bizda ham minuslar bo'lgan. Ular bilmaydi-da. Bittada unaqa darajaga chiqmaslikni ular bilmaydi-da. Bizani kuzatayotganlarga bitta gap aytaman. Buni biznes qilayotganlar biladi va gapimni tasdiqlaydi. Qanaqa biznes bo'lishidan qat'iy nazar, bu bo'ladi masalan oddiygina supermarket ochaman deysizmi, yo bo'lmasa dorixona ochaman deysizmi, yo bo'lmasa mana tur firma ochaman deysizmi. Bitta biznes shu sohada qolishi uchun, yashab qolishi uchun hali men foydani gapirmayapman. Kamida 3 yil kerak. 3 yilgacha foydaga kirmaydi. Shu narsaga tayyor bo'ling. Siz bu biznesni yo'lga qo'yish uchun shunaqangi xarajat qilasizki, o'sha xarajatni bu jihozi bo'ladimi, bu arendasi bo'ladimi yoki bir binoni qurish bo'ladimi o'sha biznesingiz uchun, siz unda yashab qolishingiz uchun va qilgan xarajatingizni hali qoplashingiz uchun sizga kamida 3 yildan keyin foydaga kiradi. Siz o'sha narsaga tayyor bo'lsangiz biznes boshlang. Siz o'sha narsaga tayyor bo'lsangizgina mani kursimda o'qing deb men o'sha narsani aytganman. Ana o'sha narsaga tayyor bo'lgandan keyin Allohga shukr, men juda ham xursandman, bilasizmi? Men faxrlanib aytaman, men даже sizga u fotosuratni beraman. Qanaqa fotosurat? Menda o'qib turib tur firmasini ochgan o'quvchilarimni firmasini logotipini rasmlarini yig'ganman. Kolleksiya qanaqa bo'lishi kerak? Kolleksiyani odam yaxshi ko'rib yig'ish kerak. Odamlar masalan tanga yig'adi, pul nimasini proyektlaringiz. Voy, men ham ana tanga yig'ganlarni ko'rsam, turistlarim orasida bor edi, shunaqa pul yig'ishardi, kupyura yig'ishardi. Men ham yig'ishim kerak derdim. Ko'p davlatlarda bo'lganman, kimdirlar ana stikerlar yig'adi, har bitta davlatga borganda stikerni, magnitlar yig'adi odamlar. Men ham qaysir birisini qilishim kerak dirdim, lekin qiziqish yo'q. Yurakdan keladigan. O'quvchilarim ochgan firmalarning logotipini yig'yapman. Endi boshqacha-da. Boshqacha-da. Qaraysiz, o'tiraverasiz. Yana har safar kimga ko'rsatsangiz ham har bittasini tarixini gapirib berasiz. Men bu o'quvchimning firmasini ochishni tarixi mana bunaqa bo'lgandek ko'rsangiz. Men buniki undan ham zo'r bo'lgan. Men bunikidachi $100 bilan boshlagan. Har bittasini tarixini bilaman. Shularning ichida bittasini tarixini aytaman sizga. Nima degan? Dinar opa, bilasizmi? Men o'zimni jonimga qasd qiladigan holatda men saqlab qolgansiz degan. Ajrashgan bo'lgan farzandlari bilan onasini oldiga kelgan, o'sha hayotdan to'yib ketgan, qishloq joyda sharoit og'ir, shu paytda Instagramda oldimdan chiqib qoldingiz deydi. Endi bilmayman qaysi intervyumni ko'rgan. Keyin qarang, albatta menikini. Albatta. Kursingizga borgan o'qiganimda 99% odam men sizni intervyungizdan keyin Dinara oldiga keldim degan. Siz ne to'g'ri meni birinchi potogimda har bitta potokda hissangiz bor. Ya'ni intervyuni ko'rib, keyin o'shanda aytgan, unda o'sha cho'kish bo'lgan. U o'sha juda ham og'ir oilada o'syapti, u yashayapti, bolalari bor, unga hozir u kishandek qabul qilgan u narsani, u ajrashgan, u bo'ldi. Keyin aytgan, "Yo'q, voy qarang. Voy ota-onasi boy bo'lmasa ham, ota-onasi sharoit qilib bermasa ham, o'qisa, intilsa, harakat qilsa, kurashsa, voy shunaqa bo'lsa bo'ladi ekan" deb men sizning oldingizga keldim deydi. O'qidim deydi, bordim, tur firma ochdim deydi. Ya'ni uyimizni deydi bitta xonasini oynasidan eshik ochgan tashqariga. U ofis qilishga ham pul kerak-ku. To'g'ri. Bitta xonasini tashqariga ochganda, keyin ofisni jihozlarini ko'rsatyapti. Ani plakatlar, arzon plakatlar olganda yopishtirgan, o'zini ko'nglidagi qilib, stul uyniki. Ani ofisni emas, uyniki, divan, kreslo. O shunaqa chiroyli. Uni ofisida qarasangiz, oddiy narsadan qilingan. Mehr ana shunaqa ko'rinib turibdi-da, u nima qilib turgani, ufurib turgani. Keyin sekin bilet sotishni boshlagan, sekin tur sotishni boshlagan va qo'rqmasdan reklama berib, ayollarni yig'ib, ayol erkaklarni yig'ib sekin viloyatga sayohatdan boshladi u. Viloyatlarga keyin Allohimga beadad shukr, keyin chet elga ham chiqdi. Bu qiziqarli sharoit bu. Men zo'r sharoitim bo'ldi, lekin men odam bitta biznes boshlayotganda o'sha biznesga fikr xayolini berish kerak ekanda. To'g'ri, haqiqatda bu gapingiz to'g'ri. Fikr xayoli. Ijod, mana bitta ikkita ko'rsatuvlarim. Ko'rsatuv degan men o'tirib berdim degani emas-da. Bir hafta savol tutasiz, bir hafta montaj qilasiz. O'tirish 1 soat bu. To'g'ri. U gapga qo'shilaman. Keyin menda fotostudiyam bor-da va men tur agentство ochdim-da. Men o'yladim, tur agentство ochib bo'ldi, hamma keladi deb o'yladim-da. Yo, uzr, unaqa emas ekan. Odamlar $5 ga talashar ekan. Qarindoshlar aytaman. Agar mendan $5 arzon u joyda chiqsa, ovra qolinglar. Men chunkichi, oson emas-da, u to'ldirishchi. Haqiqatda.
oxiri o'rganishdi. Men 2 yildan beri faqat menda uchishadi. 1 yil hamma har qayerda uchdim. O'sha chiqchasi qarindoshimdan kechib yubormadim. Men sizlar uchun ochganman deyman-da. qarindoshchilikni saqlab qolishga yordam beramiz. Qanaqa xayrli ishlarga qo'l urganmiz. Da, shunaqa yordam beryapti. Chunki agar boshqa odamdan olsa ham alam qilar ekanda va 3 dollar, 5 dollarga talashib bordingmi o'sha yoqqa deb qo'yaman-da. Uni to'ldirish uchun odamlarga tushuntira olmaysiz. Bu bozor. Bitta Antaliyani 5 ta masalan sistema berishi mumkin. To'g'ri. U hammasini ko'radi. Kimgadir arzon berishi mumkin. O'shani hisobiga bizaniki qimmatroq chiqib qolishi mumkin ekan 5-10 dollarda yangi ochganlar. To'g'ri, haqiqatan. Akulalar pulni yechib olish uchun ham arzon qolishi mumkin ekanda. O'sha narsani o'rganib chiqdim. Mayli deyman qarindoshlarga ham. Agar arzonroq chiqsa o'sha yerdan qo'y qolinglar deyman. Men hozir birovga eshigini taqillatib menga arzon qilib ber deb ayta olmayman. Men novichokman deyman-da. Qilib bermaydi ham deyman-da. O'zim ham chunki talashib o'tirmayman-da. Bo'ldi sistemami qonun bo'yicha. Hamma tirikchilik qilish kerak buni. Hammaniki bir xil sistema. Ko'rsa, hammada bir xil Hamma o'zim tirikchiligini qilish kerak. Hammani qilayotgan niyati boshqa. Biznesdan Shunaqa. qilayotgan foydasini niyati boshqa. Shuning uchun Va men eng ko'p qiynalganim, nima qiynalganim ayting, men ishchi topishga juda qiynaldim. Bu hamma joyda bor nima. Shuncha odam o'qityapsizlar, nimaga ishchi yo'q? Albatta. Hammasini kelayotganida ham ishchi xodim qilib tayyorlashga ular ham o'rganguncha xo'p deb turadi. Bo'ldi, aytganingizdek qilib boshida ishlab beramiz, praktika qilamiz, aytganingizdek qilamiz deydi-da, o'qishni tugatgandan keyin siz ularga buyruq bera olmaysizda. Ular mustaqil shaxs, sizda nima maqsadda o'qidi, o'zini ko'pchiligi 90% yashiradigan joy o'zini biznesini yo'lga qo'yishni orzu qilar ekan, niyat qilar ekan odam. Hammasi o'zini biznesini ochishga harakat qiladi va ochyapti. Ko'pi yopilib ham ketyapti. Da, ko'pchiligi eplolish, chunki ko'payib ketganmiz-da. Albatta. Hamma ham aytganingizdek arendasini pulini to'lolmaydi, arendasi. Mana shu narsalar bo'lmasligi uchun ham faqatgina plyusini ko'ravermasdan, yana minuslari nimada bo'lishi mumkin? Balki bizga dars payti ko'rilmagandir. Balki ish payti o'tirganimda, masalan, oddiygina hatto xodimlarning oyligi u yoqda tursin ishlatiladigan internet, ishchi xodimlarga beriladigan obedni narxigacha men ularga hisoblab berishga harakat qilamanki, ular xulosa qilib, ochsa tekin ochasiz. Yopish qiyin lekin firmani. Men ularni imkon qadar ochishga, qaytarishga harakat qilaman, ochishdan qaytarishga. Lekin baribir yo'q, hamma narsani hisobga oldim. Dinar opa aytganingizdek bo'ldi. Men o'sha aytganlaringizni esimdan chiqarmayman va men sizdan xafa bo'ladigan joyim yo'q dedi-da, shu ochishga harakat qilishadi. Yo'q, mayli, hammasini omadini bersin. Shu qiyinchilikka tayyormiz, 3 yillik foydadan kechganmiz. Buni qiyinligini bilamiz, harakatda barakat ekanligini bilamiz deb o'sha narsani ta'kidlab, keyin ochishga harakat qilishadi. Yo'q, xursandman, молодец, mashallah. Hali aytganimdek, rahmat, mana farzandlarim bilan sayohat qilishga sababchi bo'ldi deyishdan boshlandi bu gap. Hali o'quvchimni o'shanaqa og'ir situatsiyadan olib chiqib ketganimdan bitta shaxs bo'lishi mumkin bu siz uchun, balki boshqalar uchun. 100 ta o'quvchimni bitta potokda 100 ta o'quvchi o'qitaman, bilasiz, onlayn, offlayn qo'shganda bu meni traditsiyam, an'anam. Qadriyatim, ya'ni bitta potokda 100 ta o'quvchi o'qitish. Shularni ichidan olingki bitta mayli buni omadi kelib ishi yurishib ketdi turizm sohasida. Qolganlarini ishi yurishmadi. Balki sizga tuyulishi mumkin bu narsa. Qani mana hammasini turizm sohasidan ketmadi-ku, o'qidi, mana ishi yurishib ketmadi-ku deyishingiz mumkin. Lekin ichidagi haligi qizni taqdiri, balki u biz uchun bitta taqdir bo'lib ko'rinayotgan odam, u ota-onasi uchun, yaqinlari uchun, akasi, opasi uchun, maydacha bolalari uchun u qanaqa odam u? U butun bir dunyo u. Yo'q, bitta odamni birinchidan bunaqa bir o'zini o'ldirish darajasiga boradigan darajada qutqarib qolish bu juda ham katta motivatsiya. Allohimga berish kerak. O'sha gapni xo'jayinimga aytganman, og'aga aytganman. Ko'rdingizmi, har doim qarshi bo'lardingiz. Mana bu qizning taqdiri shu arzimaydimi? Qolgan o'quvchilarimni mayli, universitet ham kafolat bermaydi-ku, 4 yil o'qib turib uni ish bilan ta'minlanib ketishiga. Молодец, zo'r. Demak, agar kimdir sizga men buni eplolmadim, lekin senda o'qidim desa, bu sizga og'riqli. Hamma eplashi shart emas sizga o'xshab. O'sha narsa boshida eplolmaganlardan bittasiman, lekin masalan yana qayta intervyu olyapman. Nimaga? Men o'zimni aybligini bilaman, meni vaqtim yetmayapti. Men ish topa olmayapman. Haqiqatan men o'shani har bittasi 100 ta o'qidimi, 100 tam turizm sohasida ketishi kerak edi. Siz anaqasi bor-da, sizda programmasi. O'zimni ustimda qo'ygan nagruzka u. Men uchun juda ham og'ir yuk. Hammasi ketishi kerak turizm sohasidan. Keyin bunyodni, ya'ni xo'jayinimni bitta gapi menga turtki bo'lgan. U balkida sendan xulosa olish uchun kelgandir. Qanaqa xulosa? To'xta. Men hozir biznesimdan mana bunaqa foydada yuribman. Men Dinarani sohasida ishlasam, mana shu qilayotgan sohamdan ko'p foyda olamanmi yo undan kam olamanmi? U keldi, senda o'qidi.
qarasa o'zini hozir qilayotgan ishi yaxshi ekan va turizmdan u kattaroq foyda ko'rar ekan. xuddi shunaqamanda ham bo'ldi. Turizmdan ko'ra u kattaroq foyda ko'rar ekan va u bo'ldi Dinara, katta rahmat. Nimaga? Ertaga men vijdon azobida o'tmayman. 60 dan o'tgandan keyin balki o'sha paytda turizmda o'qishim kerak edi. Balki turizmda o'qiganimda men o'sha butun umr olib kelgan foydamdan da 10 barobar, 20 barobar ko'proq foyda olarmidim degan san uni gumonini yo'qotding. Bo'ldi, u sendan dars olgani keladi, xulosa olgani keladi. Sendan ketishi shart emas, sen majburlashga da haqqing yo'q degan. Keyin u ham motivatsiya bo'lgan. Lekin Allohga shukr, men kurs ochaman. Mana 9-patok bilan 10-patogim orasi 2 yilga cho'zildi, 2 yilga ochildi. Qolgan 9 patokni 1 yilda o'qitganman. Har oy endi yozadiganlar qiziquvchilarning soni har oy bitta patok to'lardi-da. Keyin 9-patok bilan 10-patok orasi 2 yil ochildi. Albatta o'zimizning biznesimiz, turizm, turistlarning oqimini ko'payganligi 2 barobar oshib ketdi. O'zbekistonga keladigan turistlarning soni. Shu sabab bo'ldi to'xtatib qo'ydim, lekin men har safar ochganman talab bo'lsa, o'zi ixtiyori bilan keladigan bo'lsa, o'zi ixtiyori bilan keladiganlarning soni bilan guruhga to'ladigan bo'lsa ochganman, bo'lmasa kerak emas. Men kursni biznes qilmayman deganman. Bitta o'quvchim aytdi. Dinara opa dedi, o'zini katta biznesi bor. Target uchun qancha pul sarflagansiz dedi. Aytaylik $1000 dedim. Oyga dedim. Bo'ldi dedi. 1 yilda $10,000, 10 yilda dedi $100,000. Men o'sha $100,000 dedi. Men hozir dedi sayt uchun dedi, o'zim lichniy brendim uchun dedi, mass media, ijtimoiy tarmoq uchun dedi tikaman dedi. Shunga sharoitim bor dedi. Bo'lib keta olamanmi dedi. Bitta jo'jani tuxumdan ochib chiqishi uchun dedim, ma'lum issiqlik va ma'lum kun kerak dedim. 30 gradus, masalan, aytaylik 70 gradus issiqlikda turishi kerak bo'lsa, u inkubatorda. Unga 15 kun kerak. U nima deyapti? Men 1 kunda deyapti, men 70 gradus issiqlikni 10 martaga ko'paytirsam, 700 gradus issiqlikni men o'sha tuxumga beraman deyapti. 1 kunda ochaman o'sha jo'jani deydi. U lekin kuyib ketadi. Sifatga ta'sir qilar yaxshigina. Va bir kunda yonadi. Hech narsaga ta'sir qilmaydi. U kuyib ketadi, u yuvib ketadi. U nafaqat firma, u tanilmaydi, chiqmaydi yuzaga. Men kuyish ma'nosida уже sarflayotgan $100,000 haqida gapiryapman. 1 oy, 2 oyning ichida beraman deyapti kuchini. $100,000. Menning sharoitim bor deyapti, kuyib ketadi. U kuyib ketadi. O'sha jo'ja tarixida men unga tushuntirib berdim. Va bitta narsani hech qachon unutmang. Masalan, muqaddas nimalarda ham kelgan, har bitta narsada belgi bor. Siz bundan xulosa qilmaysizmi, aql egalari degan so'z juda ham ko'p takrorlangan. Bu siz uchun faqatgina bir jo'jani tarixi bo'lib ko'rinishi mumkin. Yo bir meva bilan misol keltirishim mumkin sizga. Yo'q, har bittasida belgi bor. Har bitta narsani me'yorida pishib, yetilib, wow deydigan darajaga yetish uchun kun kerak, vaqt kerak. Ana o'shandagina siz u o'ylagan maqsad niyatingizga yetasiz. Mana bu biznesni yashab qolish uchun 3 yil, muvaffaqiyatga erishish uchun vaqt kerakligi, bu hammasi bunda belgi bor. Faqatgina sabr, toqat, harakatdan to'xtamaslik kerak. Oxirgi kursingiz qachon bo'ldi? Oxirgi kursim mana 13-mart kuni ro'za Ramazon edi, juma kuni edi, bitiruv kechasi bo'ldi va mana tug'ilgan kunim bo'ldi. 10-patok tugatgan, albatta 10-patok tugatgan o'quvchilarning hammasiga sertifikat, diplomlar berib, oq fotiha berib, ularni kuzatdik mana. Va bu oxirgi kursim dedingiz. Bu hozircha oxirgi kursim dedim. Nimagaki men birinchi patokni ochganimda va'da bergan edim. Men bu yo'nalish bo'yicha 10 ta patok qilaman deganman. 10 ta patok qilganimdan keyin sekin harakat boshlayman. O'sha 10 ta patok uchun boshqa kirish turizmini o'rgatadigan boshqa yo'nalish. Hozir yangi proyekt, bilasizmi, buni birinchi klienti kim bo'ladi? O'tgan kursimni birinchi studentim siz bo'lganingizda yana siz bo'lasiz. Yana men bo'laman. Lekinchi men endi og'a bilan gaplashdim-ku bu haqida, sal bo'lsa ham uchini bilaman. Men til bilmayman. Ana, unga ham javobim bor. To'xta, oldin boshidan boshlab bering. Men bilaman, ozgincha bo'lsa ham hidini bilaman. Ko'proq nimaligini bilaman. Siz endi yaxshilab tushuntiring. Endi nimaga va nimaga kerak? Sizga nimaga kerak, bizga nimaga kerak? To'g'ri. Endi qarang. Men yuqorida ta'kidlab o'tdim, 9-patok bilan 10-patok orasida 2 yil ochilib ketdi. O'zi bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Tez patoklar bo'lish kerak edi va ichki turizm o'rgatadigan keyingi proyekt boshlanib ketish kerak edi o'zi aslida. Qarangki, bir vaqtni o'zida bizada 2 ta gid ketib qolyapti.
ketib qolganda ham qanaqa sabab bilan chet elda ularga grant chiqqan, bittasiga grant chiqqan, bittasini yoki to'yi bo'lyapti, oilaviy bitta masala bo'lyapti, ya'ni yaxshi sabab bilan ketyapti. Lekin o'sha mana shu joyimga qolgan endi gruppalar o'zini joyida siz aytishingiz mumkin, ketsa bitta gitingiz, ketsa ikkita gitingiz ketyapti deyapsiz. Ikkita git siz uchun butun dunyolarni hal qilib yuborishi mumkin kuni kelganda. Ya'niki siz berayotgan gruppangiz, berayotgan partnyoringizni gruppasi, bu yerdagi sabablar juda ham ko'p. Keyin to'g'risini aytaman, meni o'zi mutaxassisligim gidlik. Men gidlik, lekin gid bo'lib ishlamaganman. Boshida endi praktika qilganmiz. Praktika qilganda ham bizning praktikamiz boshqacha bo'lgan. Bizning praktikamiz respublika bo'ylab bo'lgan. Hozirgi masalan gidlik kursida o'qishadi. Ikki xil tanlov bor. Yo faqat bitta viloyat uchun o'qiysiz. Bitta viloyat uchun o'qib bo'lganingizdan keyin siz respublika uchun o'qiy olasiz. Men o'sha payti butun respublika uchun o'qiganman. Va butun respublika bo'yicha bizga praktika qilingan. Keyin gid bo'lib ishlayman. Gid bo'lib ishlagan taqdirimda faqat Toshkentda ishlaganman. Kamdan kam ishlaganman. Asosiy ishim ofisda bo'lganman. Partnyorlar bilan faqat emaillarga, zaproslarga javob berish bilan shunaqa turibman. Sezon boshlanib turibdi. U payti sezonga bir oy qolganda gid qidiradi kim ahmoq odam. Hamma saralangan gidlar o'sha band bo'lgan bo'ladi. Xo'jayinim ikkalamizga qarayapmiz bir-birimizga. Ikkalamiz so'zsiz gaplashyapmiz. Dinar, o'zing chiqmasang bo'lmaydi. O'zim chiqmasam bo'lmaydi. Shunaqa so'zsiz, faqat ko'zimiz katta ochilgan, unga qo'yilgan gruppalarni ko'ryapmiz. U gruppalar kelayotgan partnyorlarni, davlatlarni ko'ryapmiz. Hazillashadigan gruppalar emas. Mana shu gruppa bilan bo'ldi. Keyingi seriya sizga kelmaydi. Keyingi sezonda kelish kerak bo'lgan 4 ta 5 ta gruppa bo'ldi, уже kesildi sizdan. Riski bo'lmaydi. Уже gaplashyapmiz, so'zsiz bo'ldi dedim. Men chiqaman o'sha gruppalarga. Ketma-ket gruppaga chiqyapman. Endi ketma-ket chiqyapman. To'kilib qoldim, ishonasizmi? Bolalarimni gruppani kuzatgan Toshkentga kelaman-ku. Aeroportdan. O'sha payti kechasi ko'rib ketaman. Kelib Viloyatma-viloyat yurasiz. Faqat viloyatma-viloyat. Bu qancha davom etdi? Men sizga biletlarimni tarixini ko'rsatishim mumkin. Minutga kulaman. Hamma gidlar bu narsani aytib faxrlanishi mumkin, kulishi mumkin. Ular bilet sotib olgan eng faol klient sifatida medal taqsa arziydigan odamlar-da gidlar. Nimagaki har hafta 2 kun Xivada, 2 kun Buxoroda, 2 kun Samarqand, 2 kun Xivada, 2 kun Vodiyda bo'ladi ular. Eng ko'p bilet oluvchilar. Ular eng ko'p bilet ular nomiga yozilgan bo'ladi. Shunaqa yuribman, endi 4 oy davom etdi. Bitta ryukzakni olasiz, o'sha hafta, har hafta uyingizga kelganingizda 3 tadan kiyim zapas olib ketasiz. Shunaqa paytlari bo'lgan, masalan, arzon magazinlar ko'p bizada. Masalan, 100 ming so'mga ham boshqa kiyinib ketsangiz bo'ladi. 100 ming so'mga bitta sportivka olsangiz, 50 ming so'm, 100 ming so'mga bitta krossovka olsangiz bo'ladi. Hatto haftasiga ko'chada kiyim olib kiyapman-da. 100 ming, 200 ming so'mga endi ko'chada udobniy bo'ladigan sportivnilarni tez almashtirish uchun. Bu oxirgi yil bo'lgan narsa. Oxirgi 2 yil bo'lgan narsa. Oxirgi 2 yil sezon payti endi chiqyapman, gruppalarga chiqyapman. To'kilib qoldim fizически. Nimaga? Men sizga aytaman, gidlik ishi oson emas. Qiyinchiligi nima edi? Faqatgina uni maqtab, mana bunaqa daromad qilsangiz bo'ladi. Oson emas. Soat 9 yoki 10 da sayohat qilish boshlanadi. Sayohatchilar bilan ekskursiya qildirasiz va ujindan keyin gostinitsaga kelasiz. 9 dan 9 gacha. Siz ekskursiyada yurasiz. To'g'ri? Ovqatlanish uchun obedga va ujinga to'xtaysiz. Farzandlaringiz qanaqa charchab qoldi sizni? Bir hafta davomida. Endi siz 4 oy davom etadi o'sha kun. Sug'ur kuni deydi-ku. Sug'ur kuni 4 oy davom etadi. Nima dam beradi? Nima motivatsiya beradi sizga? Birinchi navbatda Dinara, rahmat kattakon, bizaga san aynan gidlik bo'lganing uchun biz juda ham sendan xursandmiz. Biz sendan juda ham rozimiz. Mana bu birinchi motivatsiya. Dinar, молодец. Gruppa zo'r, довольный ketibdi, partnyor yozyapti, juda ham xursand. Bu ikkinchi motivatsiya. Uchinchi motivatsiya, xo'jayinim, молодец, Dinar, yuzimni yerga qaratmading. Shunaqa situatsiyada podдержка qilding, rahmat. Uchinchisi, albatta buni gapirmasak bo'lmaydi. Moliyaviy jihatdan Kuniga 100-150 dollar topish mumkin ekan. Kuniga gidlar 100 dollardan to'lanadi. Gidlarga sezonida 120-150 dollargacha to'lanadi. Sezonida hali aytganimdek, force major vaziyatlar bo'lib qoladi, boshqa joylardan gid tortishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. U paytda endi 150 dollardan nima qilasiz? Endi qarang, mana shu force major vaziyati sizga shu kursni ochishingizga sabab bo'ldi. Xuddi mana shu vaziyat, lekin men bu sezonni turistlarimizni jo'natib rozi qilib kuzatib o'rganimizdan keyin 1-iyun mana hali na Instagramda aytdim, na lichkamdan qachon bo'ladi deb so'raganlarga aytdim. Bitta birinchi marta mana sizni
intervyuda aytyapman 1-iyun kuniga. Nimaga? 31-may kuni sezon tugaydi. Ya'ni tugashini menga plyuslari bor. Gruppalar sal bo'shashadi va gidlarim bo'sh bo'ladi. Agar gruppa bo'lib qolgan taqdirda ham gidlarim yetadi. Yetadi. Ular bemalol Praktika qilish uchun. Yo'q. Mani o'zimni gidlarim u gruppalarni olib turishi uchun, menga ish qoldirmasligi uchun. Men bemalol mana bu gid kursiga kirganda ham qanaqa kirish, kirganda ham men qanaqa o'qiganman. Men teoriyani olganman boshqa joydan, praktikani olganman boshqa joydan va hokazo hokazo. Men niyat qildimki, inshaalloh gidlik kursi bo'ladi. Bitta joyni o'zida teoriyani oladi, bitta odamni o'zidan praktika qiladi, bitta odamni o'zidan hujjatni oladi. Professionalniy gid bo'lib chiqadi. O'sha gid bo'lishi kerak bo'lgan hamma ma'lumotlar beriladi, o'rgatilinadi va hatto men ularni qo'lidan ushlab, ochiqchasiga qo'lidan ushlab Xiva, Buxoro, Samarqand, Toshkent o'zimizning tog'li nimalarga olib borib kelmoqchiman. Uni men shunaqangi tayyorlamoqchimanki, ko'r-ko'ronamas, tayyorladimmi bo'ldi, oldimmi bo'ldi emas. Men ertaga uni tayyorlayapman o'zim uchun. Iltimos sezonida menga ish qolmasin. Xudo xolasa inshaalloh shunaqa gidlarni tayyorlayman, nasib. O'zim nima biladigan bo'lsam, hammasini gidlarga nima gapirish kerak, qanday gapirish kerak, qanday yetkazib berish kerak, qanday ko'nglini olish kerak. Bitta tarixni zo'r bilib, leksiyani o'qish bilan, bitta ingliz tilini IELTS darajasi 9 bilish bilan ish bitmaydi hech qachon. Bu darajaga yetib ham gruppani norozi qilib jo'natayotganlar bor. Bu darajaga yetib ham. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, shunaqangi inshaalloh Xudo xolasa shunaqangi gidlar qilaman. Shu o'zimga o'xshab bo'ldi, o'zimga o'xshasa bo'ldi. Undan ko'pi kerak emas. O'zimga o'xshab o'sha gruppani boshidan oyog'igacha, ya'ni aeroportgacha olib yurib, ma'lumotlarni berib, soatlab gapirib, chiroyli yetkazib, kulib, ko'nglini olib, rozi qilib jo'natgunchagacha bo'lgan hamma jarayonni o'zim ko'rsatib beraman. Nafaqat berish bilimni ko'rsatib beraman Men inshaalloh. ham yozib qo'yasiz, men ham o'qiyman va birinchi gruppam kim bo'ladi, qarindoshlarim. Chunki O'zbekiston hamma joyini bilmaymiz. Hozir siz aytdingiz-ku, men o'qimayman, men tilni bilmayman dedingiz-ku. Siz klient bo'lasiz. Klient bo'lish ma'nosida nimani aytdim? Kimnidirni baribir tavsiya qilasiz. Hozir til bilish wow emas. Oldingi 15 yilda edi ingliz tilini biladi desa wow derdi hamma. Hozir ingliz tilini deyarli hamma biladi. Bitta ingliz tilini. Keyin aytishingiz mumkin menga, dars qaysi tilda olib boriladi? Dars o'zbek tilida olib boriladi. Hatto o'zbek turizmga ham borib siz u yerdan gidlik bo'yicha dars oladigan bo'lsangiz ham faqat o'zbek tilida beriladi. Bir vaqtning o'zida nemis tili, fransuz tili, ispan tili, italyan tili, ingliz tili, xitoy tili hammasi bir vaqtda tinglab o'tiradi. Ana endi uni tilingizda qanaqa so'zlar bilan o'girib yetkazib berish bu qobiliyat deb aytiladi. Faqatgina tarjimani o'zi yetmaydi. Shunchaki mikrofonni olib turib, yo'lga qarab turib, bir xil tonda gapirib ketish bo'ldi. 15 minutdan keyin avtobusga shundoq qarang, hammani uxlatib qo'ygansiz o'sha. Yo'q. Yetkazib berish bunaqa bo'lmaydi. Yetkazib berishda ham talant kerak, yetkazib berishda ham mehr kerak. Ular sezadi shuni, mehringizni. Даже hatto men sizga bitta sirni aytaman. Bu narsani men hayotimda qo'llamaganman. Hech qachon. Lekin shuni qo'llagan gidlarni juda ham ko'p ko'rganman. Ya'ni ba'zi turistlar tushunmaydi degandek qilib, ularni juda ham yomon qo'pol gaplar bilan haqorat qilishadi. Mehrni ham his qiladi turistlaringiz. Albatta. Ketayotganlarda rahmat aytib, keyin aytadi: "Dinara, biz bu joyga kelayotganimizda qo'rqib kelayotgan edik." Hamma ham qo'rqadi. Beganachaga borganda qanaqa odamlar ekan deb, o'zbeklar zo'r odam ekan, mehribon ekan, har doim kulib turadi deydi. Chunki aytganingizdek, musofiri bir qalbini topish kerak, ko'nglini topish kerak, halol pulini topish kerak. To'g'ri, haqiqatda. Qanaqa kasb egalari? Qanaqa kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, pasport egasi bo'ldim. Gruppalarni olib yurish uchun Afrosiyobga, tez yurar poyezdlarimizga, samolyotga bilet olinadi. Agar viloyatlarga ketiladigan bo'lsa, ularga bilet yoziladi. Kamida til bilsa zarar emas, o'ziga foyda. Agar chet ellik turistlarga tarjimonlik qilaman desa, tarixni bilsa o'ziga foyda, zarar emas. Lekin nimaga? Sababiki o'sha tarix bo'yicha ham har bir faqat respublika, butun bir Sentralniy Aziya haqida ma'lumot beramiz. Sentralniy Aziya, O'zbekiston, har bir viloyat, har bir tuman, har bir turistik obyekt va har bir turistik obyekt ichidagi har bir eksponat haqida ma'lumotni shaxsan o'zim berib, o'zim o'rgatib, o'sha ma'lumotlar bilan ta'minlab
beramiz. Mana kursni o'qidi, mana pasport yoshiga yetgan, o'qidi, o'rgandi. Men nima deyapman? Til bilsa o'ziga foyda deyapman. O'zini tiliga bemalol tarjima qilib o'sha ma'lumotlardan foydalanib ketaveradi. Endi qachondan ish boshlay oladi? Kursni tugatishi bilan imtihonimdan o'tsa, har bir berayotgan savollarimga javob bersa, har bir so'rayotgan obyektim haqida gapirayotgan bo'lsa, 10 minutlab, 15 daqiqalab men to'xta bo'ldi degunimcha gapira olayotgan bo'lsa, bo'ldi, u kursni tugatgan kunini ertasi kuni men nimaga shu kuni unga sertifikat beraman. U ofitsialniy gid bo'lib ishlab keta oladi. Ularni mana shu O'zbekiston bo'yicha hamma gidlarni, O'zbekiston bo'yicha hamma inbound bilan shug'ullanuvchi firmalar jamlangan kanal bor. O'sha kanalga qo'shaman. U yerga kuniga kamida 1000 tadan oshuv SMS keladi. Menga Samarqand bo'ylab gid kerak, menga Buxoroda gid kerak, menga 3 kunlik gid kerak, menga marshrut bo'yicha gid kerak va hokazo. O'sha kanallarga qo'shiladi va bemalol aytganimdek, o'zida tayyorman degan tushunchani his qila olsa, ma'lumotlar bazasini men bo'ldi, aytganingizdek egalladim deya olsa, bo'ldi, ertasi kuniyoq gruppaga chiqib ketaveradi gid bo'lib. Xo'p, endi qarang, til bilish shart emas deyapsiz. Til bilish shart emasligi nimaga aytyapman? Buxoro, Samarqand, Xivada siz o'zimizni ichki turizm bo'yicha sayohat qilib ekskursiya olib ko'rganmisiz? Olib ko'rmagansiz uchun bilmaysiz. Bizda местный gidlar bor. Местный gidlar mana qarang, aytaylik, endi местный gid deganda u ikki xil tushunilishi mumkin. Masalan, shunaqa gidlar bor, ikki turga bo'linadi. Marshrutga chiqadi yoki o'zini faqat o'zini yo'q, obyekt emas, o'zini viloyatida gidlik qiladi. O'zbek tilidagi gidlik qiladiganlar bu bizani o'zimizni holiga gidlik qiladi. Ha, bo'ldi. Xuddi menga Siz o'ylashingiz mumkin, ayo, ularga klient kam deyishingiz mumkin. Bitta siz ekskursiya olmagansiz. Lekin mana bizani qo'shni respublikalardan, yo bo'lmasa viloyatlardan, Toshkentdan Samarqandga hozir boring. Hozir ayni payti. Hozir boring, Registonni o'zida kamida o'zimizda sayohatchilarga tegishli bo'lgan 20 ta avtobus topmasangiz, Dinara yolg'on gapiribsiz deng. Avtobus bo'lib boradi. Maktab o'quvchilari, ishchilar, xodimlar, kollektivlar hammasi mana shu bahorda chiqadi. Mana o'sha payti o'zbek tilida bemalol gidlik qilib ularniki ham kunlik hisoblanadi. $100 bo'lmasa ham. $100 bo'lmasa ham 600 ming, 700 mingdan kami yo'q. 1 million даже kerak bo'lsa. Yana ovqatlarni ham qilib berasiz o'zingiz. Ovqatlarni ham qilib berasiz, undan tashqari berasiz u pulni. Unda zo'r. Mana o'zbek tilida ham bemalol gidlik qilsa bo'ladi. Demak, bu ko'rsatuvni tagida boshqa narsalar haqida ham gaplashaylik. Kurs haqida to'xtalib o'tdik. Demak, ko'rsatuv opisiyaniyasida biz yozib qoldiramiz, raqamlarni qoldiramizmi? Telefon raqam qoldirsak bo'ladi. Murojaat qilib turib, ma'lumot olsangiz va o'zimizni mana shu travel coach, ya'ni turizm kursimizni o'zining alohida lichkasi bor, Instagram. Nimaga? Odamzod ko'rishi kerak baribir. Nimalar qilyapmiz, nimalar qildik, qanaqa natijalarga erishsa bo'ladimi, qanday yo'l bilan erishyapti, o'quvchilarimiz natijalari bilan bo'lishyapmiz. Va men har doim ana turistlar bilan yurganimni живой qo'yib boraman stories postlarga. O'shalarni ham ko'rib, odamga boshqacha motivatsiya beradi, ko'rsa boshqacha-da u narsa. Turistlar bilan masalan til bildimi, til o'rganishni boshladimi, kichkina bolachalar baribir turistlar bilan gaplashishni xohlaydi. Bu orzu bu narsa. Katta odamlarda ham bor bu narsa. Ingliz tilini bildimi, turistlar bilan muloqotga kirishib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan degan narsa. Yosh chegarasi yo'q o'rtoqlar. Lekin rosa talabalarga zo'r ish ekan. Juda ham, albatta talabalarga ingliz tilini biladigan borki, fransuz, nemis, italyan, turk, xitoy nimaiki chet tilini biladigan borki, bular o'qituvchimi, bular studentmi, bular universitetga topshirib kira olmadimi? Boshqa sohada ishlayapti-yu, lekin sohada hali o'zini topa olmadi, ko'ra olmadi, maza qila olmayapti, o'sha kasbdan qiynalib ketdi, o'zgartirgisi kelyapti, havas qilyaptimi turizmga, aynan gidlikka bemalol o'rgansa, ishlasa bo'ladigan kasb. Dinar, o'zi ko'rsatuvga sizni taklif qilishimdan birinchi maqsad, men sizni ikkalamiz degan ko'rsatuvga taklif qildim. O'zim turmush o'rtog'im bilan chiqdim. Juda ham insonlar tomonidan iliq kutib olindi va men o'sha ko'rsatuv ijodkorlariga aytdimki, sizlar faqat yulduzlar olib chiqmaydi. Bugungi kunda juda ham ko'p tadbirkorlar bor, shunaqa bir namunali oilalar bor. Men ularni ko'pini taniyman, ko'rsatuvlarim qahramoni. Ularni olib chiqsanglar, juda ham ko'p insonlarga motivatsiya bo'ladi deb aytganimda, ularga bo'ldi, kimni tavsiya qilsangiz olib chiqamiz deydi. Va birinchi siz menga o'sha qaysidir videoyimizdan tegishib ko'rganingiz, Dinar, iltimos chiqing shu ko'rsatuvga dedim. Juda ham chiroyli chiqqansizlar haqiqatdan. Bunyod bilan endi men sizni birinchi tavsiya qilgan, esla olsangiz, Bunyod bo'lgan.
sizni. Men o'shanda ham rolik ko'rib qo'yganman, gul bergan rolikka va Instagramdan yozganman va Bunyod menga aloqaga chiqqan va intervyu qilamiz deganimda bo'ldi, faqat mani emas degan. Juda muomalasi go'zal. Mana ikkalamizni ham ko'rsatuvni ko'rasizlar, xudo xolisa, bizdan keyin chiqadi u ko'rsatuv. Va o'shanda o'zinglar ham amin bo'lasizlar, juda ham shinavanda, odamgarchiligi kuchli va mehribon odam. Juda mehrli odam. Allohga shukr. Shu voqea sabab bo'ldi men o'zimni intervyuga chaqirishimga. Va endi intervyuga chaqirganimdan keyin men aslan hamma storisingizni ko'rishim kerak. Bugungi kunda nima o'zgarish bo'ldi? Men endi ko'p aloqaga chiqaman, sizga menga ishchi topib bering. Yoki turizmda men buni qilsam nima bo'ladi? O'sha ustoz shogird an'analarni davom ettirgan holda va guruch qo'ydingiz. Tushunmadim, nima biznesga aralashyapti bu qiz. Turizmdan guruchni nima aloqasi bor deyapman-da. Lekin shunaqa ishtaham ochdingiz. Men kunlari qiladigan ovqatim osh. To'g'ri. Men guruchchi Hammaniki. hozirgi kunda yoshlarniki bilmadim, lekin bizning uyda adamnikida ham haftada 1 yo 2 osh qilinadi, chaqiriladi. O'zim uyimda ham enagamga osh qiling deyman. Nima ovqat topolmasak Sizniki kun ora ekan, meniki har kun. Har kun oshaysizlar. Har kun osh. Endi guruch biznesiga qanaqa aralashib qoldingiz? Yangi boshlangan proyekt emas, yangi boshlangan biznes emas. Bu bizani oilaviy, ya'ni bizda mana Xorazmdanmiz. Xorazmda bilasiz, guruch bilan mashhur. Mana kelin bo'lib tushgan oilamda hamma avlodi, masalan, qaynatam, tog'alar, amakilarning o'g'illari, tog'alarning o'g'illari hamma guruch ekadi bizda. Bu odatmi, bu an'anami, bu yashash hayot manbai tarzi bu bizning hayot manbayimiz. Ya'ni o'zimizni ta'minlash, yashashimizni ta'minlash. Guruch ekadi hammasi. Guruchchilarga kelin bo'lgan ekansiz. Xuddi shunaqa rostdan. Guruchchilar oilasi keyin bizda mana necha yildan beri Toshkentda yashayotgan bo'lsak, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilarning qarindosh urug'lari, ular endi Xorazmlik emas-ku. Hammasi birovdan eshitib, mana shu hammani mana shu Toshkentni endi yarmi desam yolg'on bo'lar. Yarmidan sal kamrog'ini guruch bilan ta'minlab kelyapmiz. Ya'ni ular nimaga keladi? Siz ishonchli bo'lganingiz uchun. Siz ularga kafil bo'lib berasizda. Bizda hamda boshqa masalan boshqa joyga guruch olgani boradigan bo'lsangiz, sizning oldingizga 25 xil tanlov qo'yadi. Undan ham qaysi birisini olasiz? Yo'q. Bizda faqatgina bo'lsa 2 ta 3 ta tanlov bor. U ham bo'lsa lazer, alanga. O'shanaqa keladi. Keyin yana bitta narsa, biz guruchni olib kelamiz. Nima uchun? Xohlagan bitta qopni ochganda o'zimiz osh pishirish uchun. Bu degani necha qop guruch olib kelsangiz ham sifat bir xil bo'ladi degani. O'zimiz mazza qilib yeyishimiz kerak bo'lgan guruchdan olib kelamiz. Shu guruchni o'zidan sotamiz. Shuning uchun ham hamma klientimiz shu paytgacha faqatgina rahmat aytadi. Dinar, rahmat. Suvni kam solib qo'ysak ham bizni aybimizni yoshirib qo'yadi. Guruchingiz deydi. Suvni ko'p solib qo'ysak ham deydi, yutib yuboradi deydi, bizni aybimizni yashirib. Suvni deydi, qanaqa qilib solsangiz ham deydi, o'xshab chiqadi osh deydi. Shunaqa guruchda keyin yana guruchni shunaqa nimasi bor? Masalan, Xarazdan chiqariladi, ya'ni sholi olib boriladi. Xaraz, ya'ni tegirmon. Tegirmonga olib boriladi, u yerdan sholi guruch bo'lib chiqariladi. Chiqarilgan guruchni ham sotuvga chiqarsangiz bo'ladi. Keyin uni filtrlisiz, separatdan o'tkazadi. Filtr degani uni qaymog'ini oladi. Endi lazerni chiqartirdingiz, sholi lazerni chiqartirdingiz, uni ichida maydasi bo'lishi mumkin, sinig'i bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. U har xil bo'ladi endi, to'g'rimi? Uni o'zini sotuvga chiqarsangiz ham bo'ladi, lazer guruch deb. Endi u lazer tegirmondan chiqqan guruchni o'zini separatordan o'tkazsangiz, endi faqatgina yiri bir xil razmerdagi eng sifatli qaymog'ini ajratib beradi. Biz o'sha qaymog'ini olib kelamiz. Yo'q, shuncha ishingiz bor. O'zingiz ish topolmagandan o'qitmoqchisiz-da, guruch biznesiga nimaga aralashdingiz? Menga shuni ayting. Yoki qaynota iltimos qilaman. Qizim, bugun Toshkentda sen mashhursan, bo'ldi, sen o'zingdan foydalanamiz. Mana shu savolni zo'r berdingiz. Sizga bir gap aytaymi? Mana shu gap yana bitta savolga javob berishga va qaysidir bir oilaga sababchi bo'lib ketishi ham mumkin. Namuna. Bilasizmi? Mana qarang, guruch ideyasi bir tunda o'tiribman, o'zi kursam shunaqa bo'lgan. Bir tun o'tirib, uxlagim kelmagan, rejasini, planlarni, darslarni tekstlargacha yozib chiqqanman. Bir tunni o'zida yozganman. Guruch proyektini ham xuddi shunaqa yaratdim. O'tiribman, uyqu kelmayapti-da, energiya toshyapti, uyqu kelmayapti. O'tirganman, rasmlarigacha chizib, reklama broshurasida nima bo'ladi? Bizning guruchimizning nomi nima bo'ladi? Paketlari qanaqa shaklda bo'ladi? Paketda qanaqa rasm bo'ladi? Qanaqa ranglardan foydalanamiz? Hammasini bir tunni o'zida yozib, chizib chiqqanman, hatto rasmlarigacha. Yaratgan o'sha bir tunni o'zida kelgan nima bu? Ideya bu. Keyin bitta narsa, o'sha ideya, qarang, ideya ketidan ideya kelyapti. Mana shu joyda bitta narsa aytgan bo'lardim insonlarga. Hayotingizda hech qachon o'zingizni sharoitingizdan ortiq bo'lgan narsaga urintirmang. Nimani nazarda tutyapman? Odamlarni bilasizmi?
masalan aytaylik oyligi 5 million. 5 million bo'lsa, bir yildan 5 milliondan 60 million bo'ladi. Bu yoqda lekin haqiqiy faktiski ko'rinib turibdi. Bolalar bilan yeb ichish kerak, gaz, svet, kommunallarni to'lash kerak va o'zini shaxsiy xarajatlari bo'ladi va hokazo hokazo. 50 million, 60 million bo'lgan kreditga boshini tiqadi. Bilasizmi? Odamzod o'zini imkoniyati darajasidan ortiq bo'lgan qiyinchilikka o'zini boshini solganida unga ideya kelish to'xtaydi. Nimaga? Nimagaki unda faqatgina ideya keladigan kuni vaqti uni qanaqa to'layman, qayerdan yetkazsam bo'lar ekan. Nimagaki u boshida to'lanib qoladi. Shu paytgacha to'lanib kelgan-ku, to'lanib qoladi degan narsa bo'ladi. U yoq bu yoqdan keladi. U yoq bu yoq qayerligini ham bilmaydi, kimdan kelishini ham bilmaydi. Ana kredit, boshqa qarz kursga boshini tiqadi-da, ya'ni odam spakoyniy o'tirib, kofe, choy ichib, kechqurunga tunda osmonga qarab, ideya qiladigan paytini siqilish bilan o'tkazib qo'yadi. Mana shu narsadan cheklaninglar. Haqiqatda ish beradi. Masalan, bizani ham uy sotib oladigan qurbimiz yetgan paytda ham uy olmaganmiz. Uy olsak, bu yoqdagi xarajatlar nima bo'ladi? Yo'q. Mana shu uyimiz bo'ladi. Bizda uy qilinadi 3 etaj, 4 etaj, 5 etaj kim uchun? O'zingiz mazza qilib yashash uchun 2 xona yetadi, ishoning. Oshxona, mehmonxona, spalnik. 3 xona yetadi sizni mazza qilib yashash. Bu 3 etaj uy kimga kerak? Yo'q, boshqa birovlarga ko'rsatib qo'yishimiz uchun kerak. Yo'q, yashash uchun emas. Yashash uchun o'sha kichkina uycha yetadi. Mazza qilib yashang. Faqat o'zingiz uchun yashang. Birovga ko'rsatib qo'yib mazza qilish uchun emas. Ichingizdan mazza qilib, yotaman desangiz, dam olaman desangiz, spalningiz bor, ovqat yeyman desangiz, chiroyli oshxonangiz bor, o'tiraman desangiz, oilaviy zo'r zalingiz bor. O'sha yerda mazza qilib ishlangda, qarz qilmang, kredit qilmang. Mazza qilib, xo'p, men beshim zo'r bo'lib turibdi, yana nima ish qilsam ekan deb mazza qilib ideya qilish bilan o'tkazing. O'sha kunlarning birida, deydi-ku. O'sha xayol qilib o'tirgan paytim biza karantinni o'tkazgan firmalardan bittasimiz. Karantin paytimiz nima qilgansizlar? Hamma eshigi yopilgan. U bu kasblar teshuv topdi. Sizlar teshuv topa olmasdinglar. Albatta. Karantinga kirib ketgan va eng oxirgi bo'lib chiqqan soha bu turizm sohasi bo'ldi. Ishoning, eng oxirgi bo'lib chiqdi. O'sha paytlarda xo'jayinim ikkalamiz bir-birimizga aytgan edik. Turizmdan boshqa soha ham qilib qo'yishimiz kerak ekan o'sha paytlarda. O'sha paytgacha biz hojat sezmaganmiz u narsaga. Qilib qo'ygan bo'lishimiz kerak ekanki, mana shunaqa vaziyat bo'lib qolganda shu ikkinchi biznesimizni qilgan bo'lardik deb biz rosa pushaymon bo'lganmiz. Keyin rasmlarni chizdim, guruchni paketlab, upakovka, chiroyli rasm, upakovkani ustida og'a bilan men. O'z guruchga o'xshaysizlar. Hozir ko'rsataman rasmini birinchi sizga. Ikkalamiz turibmiz. Sen tomin ketganmi deydi. Nimaga desam, Uchinimizdan ertaga buni ishlatadi, paket musorxonada yotsa oyoq osti bo'lib o'zing dedi, jahling chiqmaydimi dedi. Keyin bu o'xshamaydi-da, Dinar, nimaga? Birinchida hech kim brend qilmaganda dedi. O'sha brend qilmagani uchun ham o'xshaydi-da dedim. Brend qilamiz, brend qilganda ham bu maqtanish uchun, rasmni qo'yish uchun emas, nima uchun? O'sha birinchidan oldimi? Bizani brendimiz nomostagi birinchidan oldimi? Ha, bo'ldi. Inshaalloh oshingiz o'xshaydi va ichidan maydasi chiqmaydi inshaalloh. Aldanmaysiz. Xuddi o'zimiz yeyotgan guruchdan olyapsiz degan so'z bu dedim. O'sha paketli guruchdan olib kelmadimi bugun xo'jayinisi? Ana bugun endi osh o'xshamaydi. Nimaga hali pishirmading-ku? Mana hozir ko'rasiz. Har xil chiqyapti, hamma joyda pishirib ko'ryapti. Ana birda o'xshasa, birda o'xshamayapti. Mehmonlarni oldida uyalib qolmaslik kerak. Osh bilasiz bizada to'yda, tomoshada, yaxshi kunda qarindoshlar, yaqinlar bilan yeydigan ovqat-da bu. Hamma ham o'xshab chiqishini xohlaydi. Nechi puli ketsa ham o'sha guruchga. Nechi pul ketsa ham deganda men qo'rqitib qo'ymoqchi emasman. Bozor bilan birga bir sotamiz dedim xo'jayinimga. Ya'ni bu paketlash, upakovka bilan hammasi pul turadi. Yo'q. Baribir o'sha oddiy paketsiz guruch bilan bizning paketlangan guruchimiz bir xil narxda bo'ladiki, xalqqa sifatli bitta maqsad o'sha. Bizani yana aytaman, asosiy daromad manbayimiz bizani kirish turizm. Biz turistlardan olamiz. To'g'risi, bu yashiradigan joy yo'q. Bizdan taniydigan hamma biladi bu narsani. Bu guruch shunchaki xolis niyat xalqni sifatli produkt bilan ta'minlash.
niyatingiz qanchalik xolis bo'lsa ishingiz shunaqa zo'r bo'ladi. Uni call center ham nomerini Albatta описаниеda qoldirib ketamiz. guruch uchun alohida bir qop guruch bir qop guruch berarsiz, nomerlarini qoldirib ketaman. Men oshxo'rman. O'zbek xalqi oshni juda ham yaxshi ko'radi. Nafaqat o'zbek, masalan, chet el, Yevropa, Amerikadan keladi. Bitta oshni yaxshi ko'rib qoladi. Osh juda ham shirin. Biz oshimiz bilan mashhurmiz. Ham baribir osh ertaga sizni shuncha qilayotgan mehnatingizni yuzida, masalan, xalqqa osh tarqatyapsiz, lekin sifatli chiqmadi, aytaylik. Masalan, shuni hech kim niyat qilmaydi-ku. Lekin joyidan ko'nglini to'q qilib olib pishirgani bu boshqacha narsa-da endi. Siz bilan tayinlanganni hamma ko'rsatuvlarni ko'rib chiqdim-da va birida qaynonangiz chiqqan ekan va sizga Sinchalak deb laqab qo'ygan ekanlar. Nimaga? Sinchalak o'zi bilasiz. Yo'q, to'g'ri, rostdan Sinchalak degani, lekin ma'nosini bilmayman. U nima degani? Shunaqa adashmasam qush bu. Nima desam, xuddi ko'rshapalakka o'xshab anaqa yotar ekan. Tushunyapsizmi? Daraxtga oyoq. San nimaga bunaqa yotasan desa, osmon qulab tushsa men ushlab qolishim kerak ekan. Men endi shunaqa bir tarjima qildim. Qani deysan, so'rang nimaga siz Sinchalak? So'rayman faqat. Men ustozim tushuntirdilar. Agar hozir noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, men albatta buni to'g'ri variantini qo'yaman. Sinchalak degan qushni bilasizmi? Oyog'i ipday. Shu qush osmon tushib ketsa, ushlab qolaman deb oyog'ini ko'tarib yotar ekan. Nimaga buni Sinchalak degan? Sinchalak nima desam, shunaqa dedilar. Bu qizni bilmayapsizmi? Tinmayotgani dedim. Qaynonasi to'g'ri ta'rif bergan. Tinmasligini qarang, bu qizni dedim. Men tanigandan beri dedim. Bu dedim Xorazmni bir qishlog'idan kelib, o'qib, Toshkentda uyli joy Toshkentlik uyli joyli bo'lolmayotgan paytda oson emas. O'shani ko'rgan qaynonasi deb aytsam, balki o'zidan so'ragin dedilar. Shuning uchun so'radim. Shuning uchun iltimos meni kuzatib turganlarga aytgan bo'lardim. Mana qarang, guruch bizada azaldan bor. U oilada men kimmasimdan ham oldin bor. Guruch biznesi brend qilmasa ham yurib turgan biznes, lekin uni brend darajasida boshqacha uslubda xalqqa uzatish va boshqa aytmoqchi bo'lganim, o'sha o'zingizning imkoniyatingiz darajasidan ortiq bo'lgan narsalarga boshingizni tiqmang va faqat ideyalar, ya'ni uni kreditimni, qarzimni qanaqa to'layman deydigan energiyangizni nima qilsam bo'ladi? Bizda qanaqa imkoniyat bor? Bizning oila nima bilan shug'ullanadi? Meni oilam shug'ullanadigan narsani qanaqa mashhur qilsam bo'ladi? Qanaqa qilib O'zbekiston, qanaqa qilib jahon nimasiga, miqyosiga chiqarsam bo'ladi degan zo'r ideyalar ustida ishlanglar undan ko'ra. Zo'r motivatsiya berdingiz bugungi ko'rsatuvimni kuzatuvchilariga. Rahmat kattakon. Xudo xolisa meni savollarim xudo xolisa 40 edi. 10 tasini berdim. Bu degani keyingi ko'rsatuvga yana bir motivatsiya degani deydi. Hazillashma 57 ta savol ekan. 57 ta savol. Qayta chaqiravering, jonim bilan kelaman. Xudo xolisa. Agarda shundan zig'ircha kichkinagina bo'lsa ham kimdirlarga sanoqli odamlarga bo'lsa ham foydam, nafim tegadigan bo'lsa, men bundan faqatgina xursand bo'laman. Shu gapim isbotiga bitta voqeani aytib o'tay. Tunov kuni konsertga tushdik, o'tiribmiz. Endi o'rta qatordamiz. Oldimizdagi qiz shundoq qaradi, qo'ydi, keyin yana bitta qaradi. Siz uyingiz qayerdamas, sizni qayerdadir ko'rganman dedi. Keyin 3-4 ta odam bilan o'xshatdim. Shunga shu joyda emasmi uyingiz dedi. Unaqa dedi, buni Instagramda ko'rgandirsiz yoki intervyuni ko'rgandirsiz deyishga uyaldim, to'g'risini aytsam. Keyin konsert boshlanay deganda shunda orqasiga qaradi, qo'lingizni bering dedi. Keyin qo'limni berdim. Nima aytsam, men sizni tanidim dedi. Eslagan. Qayerda ko'rgansiz desam, sizni intervyungizni ko'rganman dedi. Rostdan dedi. Rostdan bilasizmi? Men dedi, shunaqa og'ir sharoitda edim dedi. Erim bilan shunaqa ajrashib ketadigan shunaqa bir holatda turgan edim dedi. Onam dedi, menga sizni intervyungizni jo'natdi dedi. Men buni ko'r. Sen nimalar deyapsan? Sen nimalarga sabr qilmayapsan hali? Sen men bu qizni shu holatdan men bu darajagacha kelgan bir tarixini sen bir ko'r. Keyin menga aytasan deb, men bilasizmi, sizni nimangizni intervyuda ko'rganimdan keyin hayotim o'zgarib ketgan dedi. Qarang, bitta intervyuda mayli meni gapirgan gapimdir, lekin meni chiqarishga sababchi siz bo'lyapsiz-ku. Buni savobi bu 100% ikkiga bo'linadi. Balkida 100% sizga o'tib ketar. Taklif etayotgansiz, masalan, balkida 100% sizgadir bu narsa. Shuni eshitib keyin yonimda boshqa ayol o'tiribdi ekan. Nima karomat ko'rsatgan bu qiz deydi. Ularga ham kelgan profilimni berdi. Voy, bu qiz intervyularini ko'rib chiqing deb shunaqa xursand bo'lib gapiryapti deb. Juda ham xursand bo'ldim. Yo'q, qayta chaqirish kerak bo'ladigan bo'lsa, men jonim bilan kelaman. Men hozir gapirishim kerak bo'lgan, o'zim o'ylab kelgan gaplarimdan men sizga aytaman, milliontadan bittasini aytdim. Men bolaligimda qancha kunlar o'tgan, turmush qurganimizdan keyin qancha qiyinchiliklar bo'lgan va shu o'rinda otamga, onamga, meni opa, singlim, akam, ukam nimaga? Bilasizmi, ular joy kelganda ular o'zini kelajagidan kechgan. Meni akam, men kontrakt edim o'sha payti. Bu to'lamay qolishimiz mumkin. Yo'q, menga kerak emas. Xuddiki o'zini o'xshay qiziqmayotgandek tutgan.
bo'ldi degan. Menga o'qish kerak emas ona, lekin onam akam uchun qayg'urgan. Bilasizmi, ikkinchi opam tikuvchilik qilgan, uni plastik kartasi menda turgan. U tikuvchilik qilib, unga pul tushirib berishardi odamlar, uni pulini men xohlagancha sovurganman. U biladi men behuda sovurmasligimni. Uni plastiki 4 yil menda turdi. Singlim u ham tikardi. U ham o'sha topgan, tutganini, pulini menga. Opam, katta opam, yashiradigan joyim yo'q. Turmushga chiqqan bo'lsa ham, Dinar, "Baba, studentsan, qizlar bilan yurasan, yaxshi narsa yeyishadi, yaxshi narsa kiyishadi, o'zingga qarab yurgin" deb u ham masalan yordam berib turardi. Qo'ldan kelgancha. Hammasi nima deydi? Bir-birini suyab chiqiladigan narsa-da bu oila degan narsa. O'zi shunaqa bir mehri daryo oilada katta bo'lganingiz seziladi. Shu yoshingizda ham shu hayotni yaxshi ko'rasiz, zavqlanasiz. Sizni ko'rgan odam kayfiyatda bayram bu qiz deyman-da. O'shacha bayramona kiyib keldim-da mana o'zingiz ham. Bayram qilsiz-da. Bunaqa qiz bo'lish uchun ming qiyinchilik ko'rsa ham shunaqa oqibatli oilada katta bo'lish kerak-da. Bu juda odamni ta'sir qiladi, bilinadi. O'zimni oilam, ota-onam, aka-ukalarim va albatta xo'jayinim, qaynotam hammasiga rahmat aytaman. Mana ish bilan yuribmiz-ku, uyga kelsak, kuni kelganda, masalan, ko'pchilik bo'lib qolsak, ovqat pishmay qolishi mumkin. Masalan, men ovqat pishirmasam, hech qachon meni urishmaydilar. Qaynotam agar uyda ovqat pishmay qolgan bo'lsa, qaynonamni urishadi. Nimaga bugun ovqat pishirmading dedi. Qaynonam menga hech qachon nima qilmaganlar, ovqat pishiring deb aytmaganlar. Masalan, ishim ko'p bo'lib qolib, ovqatdan kechikib keladigan bo'lsam, nimaga ovqat pishirmading? Bu kun mayli ishda yuribdi deydi. Meni ko'rsatadi. Bu kun mayli ishda yuribdi deydi. Nimaga ovqat pishirib qo'ymading deb. O'shanaqa. Shuning uchun masalan, ularning ham haqqi bor-ku, qaynonanlikni o'tkazish, qaynatalikni o'tkazish yoki erlikni o'tkazish yo'q. Men shu o'rinda ham nima deydi, maslahat berishga balki yoshlik qilarman. Lekin qarang, ularni menga qilayotgan munosabati meni o'sishimda qanchalik rivojimga hissa qo'shyapti. Albatta, oila a'zosi juda ham katta. Iltimos, siz rivojlangan, biror bir darajaga yetishgan muvaffaqiyatli kelin kutmang. Siz o'shanaqa kelin darajasiga yetishiga yordam bering. Uning uchun qarz ikki qo'ldan chiqadi. Shuni deyman, qarz ikki qo'ldan. Mehnatkash bo'lish kerak kelinlar ham. Bugungi kunda sizga o'xshab. Bu gapni ko'p eshitganman, nima deydi deng. Uyimizda mehmon bo'lganlar. Dinara, ayyo, men o'ylab o'tirgandim. Kelin bilan o'g'limni Toshkentga yuboraman, bularni ham haydab yuboraman, Toshkentga borib sizlarga o'xshab yo'lini topib ketadi deb plan qilib o'tirgan. Ayyo, ular sizlardek uxlamay, ishlamaydi dedi. Xuddi shunaqa. Tayyor uy-joyi eplolmayotgan kelinlar qancha? Voy, bolam bilan ulgurmayapman deb siz bu bola bilan nafaqat uyga ulgurdingiz, siz karyera qildingiz. Bitta imperiya tuzdingiz-da o'zingiz sohangizda masalan. Xudo xolos, bugun ko'rsatuvimiz ham ko'plarga motivatsiya bo'ldi degan umiddaman, chunki o'sha boya aytganimdek, o'qishga kiradiganlar ko'p. Siz o'sha bolaligingizda eshitib ancha motivatsiya olishadi. Masalan, talabalarimiz yoki ish qidirayotganlar ko'p. Kursingizda o'qib bir motivatsiya olishi mumkin. Keyin maza qilib osh yeb, guruchingizda sizni duo qiladi, Xudo xolasa. Xudo xolasa, men siz boshqa loyihalarimga ham albatta taklif qilaman va ikkalamiz degan ko'rsatuvda ham albatta turmush o'rtog'ingiz bilan sizni ko'rish nasib qilsin, ilohim. Inshaalloh. Kelganingiz uchun rahmat kattakon. Juda ham xursand bo'ldim. Tashkiliy ishlar uchun albatta komandaga ham kattadan katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Omadingiz bersin. Rahmat. Demak, azizlar, ko'rsatuv so'ngida har doimgidek like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izohlar qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Opa, ko'rsatuvdan oldin ma'lumot berib yuboring. Xo'sh. Farzandlar bilan eng hamyonbop, Sharm-Shayx, eng lakshiy dam olish, Antaliya, shopping va sayohatlar uchun eng zo'r joy, Istanbul, hamyonbop va tabiati betakror davlat, Vyetnam va Tailand, zamonaviy arxitektura ko'rish uchun, Dubay, murojaat uchun Kabir tur